Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar. Bir tarafdan xo'sh xabar anglayapmiz, bir tarafdan qayg'uli shunqarni anglayapmiz. Ammo xabarlar bugun bu Amerikadagi kishilik huquq qonuni ma'qullangandan keyin butun chet eldagi Uyg'urlar albatta xalqimiz bundan xabarda bo'lmagan bo'lishi mumkin. Sharq Turkiston xalqi va chet eldagi muhojirlar bundan xabarda bo'lib, hammalarni aytdi. Yaxshi bir kayfiyatda xo'sh bo'layapmiz, ammo yana bir tarafdan bir qancha kundan beri Suriyada Asadning mal mulkini to'ntib, Amerikaning Suriyadagi urushni oyoqlashtirishi ne planlash munosabati bilan bir qism xabarlarni anglayapmiz. Bizning ayni vaqtda ozdirlagan yoki bilmaslikdan kirib qolgan va yoki bo'lmasa bir qism eng muhimi bir qism davlatlarning qilibmi Xitoy va Xitoy istixborotchilari bilan birlashgan ma'lum davlatlarning istixborotlarining o'yinishi planlash orqasida bir qism kishilarning 2015, 2016, 2017 yillarida va yoki uningdan burun va yoki uningdan keyingi yillarda asta yo'lga solgan va planlagan harakatlarning natijasi bo'lgan bugun gunohsiz minglarcha farzandimizningki oqsar bizga kelyotidi, ular jiddiy bizdan yordam talab qilyotidi. Bizni qutqizinglar chunki bizni yo'lga silib etmoqchi bo'lyotidi, Xitoy qaytarib ketmoqchi bo'lyotidi degan ovozlarni anglayapmiz. Bu yerda sukut qilish, og'zimizni itib olish, beshimizni chunki olish nihoyat oson. Bir qancha kun balkim ularni o'tkazib qolib qolsa va yoki boshqa ahvollar kelib chiqsa, yana bir qancha kun tor dunyosida, internet mediada bazo bo'lib ketgandan keyin besiqib qilishi mumkin. Ammo bu millatning tarixida besiqmaydi, millatning tarixidan o'chib ketmaydi. Davomli bu bir xatolikni o'tkazib, yana millatimiz setilib ketib qolsa va yoki ziyon uchqab ketib qolsa, tarix yoziladi. O yillarcha xalqningki og'zida qoladigan gap. Uning uchun biz tashkilotlar va yoki rahbarlar va yoki bo'lmasa har qaysi media organlari bugungi kunda shularning oqsarini anglatish, ularni qutqizish uchun bir chiqish yo'li izlash uchun bugun yana ikkiranni ochdik. Bugun ikkiranimizda bir qism asarlarningki ovozini, ya'ni ular bilan bo'lgan naq maydon suhbatimizni sizlarga sunamiz. Albatta, hammaning xabari bor, O'rta Osiyoda 20 yil burun bir qancha qarindoshimiz o'ldirilgan, shahid qilingan. Ma'lum xatoliklar va yoki ortiqchiliklar bo'lsin, shu vaqtdagi kishilar buningki albatta ahvolini biladi, ammo bugungacha shu gap hozirgacha besiqmadi va yaqinda Zinnatgul Tursun voqeasida mavjud tashkilotlar turib, chet eldagi 50 tashkilot turib va yoki bir qism rahbarlar turib bu oila va buning bilan birga bir qancha nafar qarindoshimiz Xitoyga ko'z oldimizda o'tkazib o'tildi va hatto Zinnatgul Tursunning o'ldirilganligi, ya'ni shahid qilinganligi xabarini angladik. Buning qanchalik rost ekanligini bilmayman, ammo bu xabarmi chiqqan bo'ldi. Ya'ni mavjud tashkilotlar, mavjud rahbarlar, mavjud kishilar shu zamonda bo'layotgan ishlarga mas'ul va buning oldini olishga mas'ul va buni qanday qilish to'g'risida o'ylanishga mas'ul. Ichkironlarga chiqib ish tugab ketgandan keyin ma'madonlik qilib, cho'ngchilik qilib va yoki povchilik qilib, qahramonlik qilib biz andaq qilgandik, mandaq qilgandik emas. Bugungi naq maydon mana shu vaqtda bir qism gunohsiz asirlar, bir qism gunohsiz farzandlarimiz yig'ladi, qaqshatdi bizlarga. Bizni qutqiza olmamsiz deyatdi, chunki 3 kun oldida ularning qishig'a PKK kommunist askarlar kelib bularning butun DNA'sini olgan, sho'lganlarni tekshirgan, butun adreslarini so'ragan, ismlarini tizimlagan, burun tizimlatgan ekan, ammo bu qitim nihoyatda cho'ng ko'lamda harbiy mashinalar bilan butunlay muhayyamni, ya'ni asirlar turayotgan o'rinni qurshab, nihoyatda cho'ng ko'lamli asirlarni qo'rqitib, hammasini jiddiy bir shaklda tizimga oldirganligini bildik, buning isbotlarini ko'rdik. Shuning bilan bir qancha rahbar va tashkilotlar bilan ko'rishib, buningki masalasini deyishyapmiz. Ya'ni tashkilotlar harakat qilyotdi, ba'zi rahbarlar harakat qilyotdi, ammo ba'zi narsalarni har vaqt harakat qilgan vaqtida setilib ketganligimiz uchun, har vaqt harakat qilinayotgan vaqtimizda ba'zan xatoliklar o'tkazilib, millatda ba'zi tragediyalar o'tirib chiqayotganligi uchun har qitim shunday ziyon tortib keldik, ammo bu qitim bunday emas. Ayni vaqtda medialar o'tirib bo'lmagan bo'lishi mumkin. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning o'ldirilishi, ayni vaqtda Afg'oniston Uyg'urlarning chiqarilishi va yoki u yerdagi harakatlarga qatnashtirilishi masalasida davlatlarning Uyg'urlarni o'ynab ketish masalasi, istixborotlarning Uyg'urlarni shu terrorga va yoki shu
narsalarga tiqish masalasi ayni vaqtida. U vaqtda medialarimiz ojiz edi, ammo bugungi kunda unday emas. Bugungi kunda har qanday yerda har qanday bir ish yuz bersa darhol buni bilish, buningga tashkilot boshliqlari, rahbarlar buningga jiddiy muomala qilish nəhayət vəzifə olub qaldı. Amma bugünkü gündə mən bugün bir qancha təşkilat başlıqları bilan görüşdüm. Bəziləri rədd qıldı, bəziləri boludu dedi. Yəni bu işə köngəl böldiğanlığını aytdı. Bəziləri bu iş bilan kar yo'qligini aytdı. Amma kar yo'q bo'lsin, bo'lmasin, shu jamiyatdagi mavjud insonlar, mavjud tashkilotlar, rahbarlar bu ishga mas'ul. Bu ishga mas'ul. Və ma'lum bir qism davlatlar bu ishga mas'ul. Bugünkü gündə mingdan ortiq bizningki ma'sum balimiz, farzandimiz hech qanday gunohi yo'q. Faqat shu yerda tug'ilganlik gunohi bor. Hech nimani bilmaydi. Bugun nəhayət xatar ostida qilayotgan bu vaqtda men bu ishga aralashmaydim, men bu ishni qilmaydim. Mening tashkilotimning bexatarligiga ta'sir etdi, mening studiyamning ikronimning bexatarligiga ta'sir etdi desak, Allohdan qo'rqishimiz lozimki, ma'lum fedakor insonlar, ma'lum fedakor rahbarlar va tashkilotlar o'tirib chiqib bu ishni hal qilish kerak. Ya'ni 3-4 kundan beri shu asrlar bizdan jiddiy yordam talab qilyotdi. Ba'zi shaxslar, qarindoshlarimiz bunga yordam qilyotdi va buning xizmatlarini tor dunyosidan ko'rib turyapmiz. O'rta Osiyoda va Zinnatgul Tursun voqealarini xalqimiz unutib qolmaydi. Biz buni yana so'rab chiqib tashkilotlarningki va rahbarlarning davomli eslashish orqali bundan keyingi Zinnatgul Tursun voqeasi, bundan keyingi O'rta Osiyo voqeasi, bundan keyingi Suriya voqeasi va bundan keyingi Taylanddan 111 nafar qarindishimizni Xitoyga ketgan edi shu vaqtda. Shu vaqtda mavjud tashkilotlar bordi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bordi, Ma'rif tashkiloti bordi, ulamolar bordi yoki ulamo qarindoshlarimiz bordi, tashkilot bo'lmasimi va yoki bo'lmasa chet eldagi cho'ng tashkilotlar bordi, ammo bu kishilar ketib qoldi. Biz buni qutqizolmadik va bu ish bizning yuzimizga bir qarolab surtilib, chiqitolab qo'yilib qoldi. Qo'yildi. Mening ovozim chiqayotgan bo'lsa, yozib qo'ysanglar qarindoshlar. Va ham bahrlab qo'ysanglar, ajr olishinglar mumkin inshaalloh. Har qitim bizni deganini sanmasanglar yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Ya'ni bu masalani nimda ko'tarib chiqdinglar desanglar, bundan keyin ham shu 1000 dan ortiq balamiz, farzandimiz gunohsiz, hech bir gunohsiz va 500 dan 700 gacha aniq sonini ololmadik, ammo 500 dan 700 gacha deb o'ylaymiz. Shularning degan gibi bo'yicha hamshirimiz, ojiz singillarimiz har xil o'yinlarning ichiga kirkitib qilib, ba'zileri yo'ldishining keyini kirib, ba'zileri bilmasdan kirib qilib, ba'zileri izlashdan kirib qilib, ba'zileri boshqalarning zo'rlashdan kirib qilib, ba'zileri boshqalarning setib o'tishi bilan, yana ma'lum davlatlarningki ishni ichib berishi, ma'lum istixborot tashkilotlarininki ularni qiziqtirishi bilan, eng muhimi Xitoyningki odamlarningki jiddiy shaklda harakat qilishi bilan u yerga kirib qolgan qarindoshlar bugungi kunda endi Xitoyga yo'liq silinib o'tadigan degan gap bo'ldi. Buni herkesmi bu studiyamiz isbotsiz bir narsalarni o'tirib chiqarishni xohlamaydi. Bugun shu qarindoshlarimizning o'zining og'zidan anglaymiz. Ya'ni bugungi kunda u yerdan o'tgan yildan tortib nurg'un davlatlar o'zlarining odamlarini akitib ularni davlatlarda xotirjam yashatyotdi. Ularni terrorchi demidi, qo'rqmadi. Bugungi kunda biz kelganda bular terrorchi bo'lib qolmaydi. Bular gunohsiz, har qanday davlat istixborotlari va har qanday kishilarga biz bugun gunohsizlikni isbotlay oladigan isbotimiz bor. Qaysi davlatning buni tashkillab, ya'ni Xitoy tashkilladi va Xitoy bilan birlikda tashkillagan davlatlar to'g'risida bizning qo'limizda isbotimiz bor. Vaqt kelganda agar ular qutqizib qolmasa, biz bu isbotlarni ko'rsatish orqali xalqaro ularni o'tirib chiqaramiz. Bu yerda bir o'z vaqtida Uyg'ur qarindishimizga tegib, hozir asirlikdan qutulib qilgan bir qarindishimiz bor ekan. Avval shu qarindishimizningki so'zlarini anglab boqaylik. Ha, shunday bo'ldi. Hammani o'z vataniga qaytdi, mening vatanimga qaytdi. Ketdi. Men anladimki, u hozir bir Ruslarga aytuvdi-da, Uyg'urlar banda o'ldi.
Hem şundoq bo'ldi. Hammani o'zini vataniga evatdi, meni vatanimga evatdi. Bizdan oldin Uyg'urlar bor ekan, bizdan keyin Uyg'urlar keldi. Men anladim keyin. O hozir bir bashar turmusida aloqam bor. Ruslar bilan ular aytibdi, Uyg'urlar botdi, uni yana evatyapti deydi u. Mening vatanimga evatdi, ham shundoq bo'ldi. Keyin o'tib biz kendimizda yana bir mashinada odam olib keldi. Madina, Muxlisa, Muslima. Shu bolalari bilan bor ekan. Bizni epirib mehnat shiplasniga sotdi. U yerda elib bizni men 5 bir maqar bor ekan. Bir yo'la 2 qizim bor. Meni yo'ldoshim bor, Jamilacham yo'ldoshi, o'g'lani yo'ldoshi, undan tashqari biz bilan chiqqan Ilyas, keyin yana birisi bor. Halitim bolalar tunida men bek Uyg'ur aylantirmayman busiz. Halit deb birisi bor. Bir uyga o'rchib, bir kompyuterning orasidan pulni elib chiqib ketganchi o'sha davrlarda. Bir safarada ishlaydigan. Shuning bilan biz hammamiz o'tirib u ellarni olib keldi. Mehnat undan keyin turib bizni men bishda o avlida men bishga kelgunimizga qadar oldimizga bir bun o'sha atrof temir bilan bizda bir anaqa mashinalar bor, o'qitmaydi. Tepsida nimasi bor, dushika bor. Shundoq mashinada biz oldimizda bir shundoq mashina o'tirdi biz. Keyin bizga yana shundoq mashina, uni orqasida erlanmish bir avtobusda mini avtobusda uni orqasida yana shundoq mashina bekchiq askar, cho'ng askarlar bilan ketdik. Biz endi vatanga elga o'xshaydi desak, u maqorga kirdik. Ondan keyin u erlar Madina pulini topshirdi, ammo mening pulim bordi. Aynan Isoda turgunimizda men bir yaga tikayotgandim, Allohga omonat qildim, ammo kartalarimni hammasini yo'qotayotgandim. Shuning bilan men bamida Jamilacham bemdi. Ondan ikki ishkimiz bamdik. O'tirdik. Ondan endi 2018-yil 5 mart oyining 20-sanasida biz bo'ldik u yerda endi. Ya'ni 6 oydan keyin 9-oyning 10-larida Xitoy ep ketdi. Uyg'urlarni hammasini ep ketdi. Mening bolalimni ep ketdi. Men Turkistonlikman, men Uyg'urman deb yurganim uchun meni bilan ep ketdi. Men hech o'zbekman, uni kallamga bek kelmabdi. Qarang. Bolalarning boshchi bola, men o'zbekman desam, bola degan qonun bo'yicha onasida qoldi ekan. Qarang. Qanday millat bo'lsin, men uni bilmagandim, men Uyg'urman dedim. Xitoydan konsul keldi, tahqiq qildi, bizni savol javob qildi. Men nima qildi? Vataning nada dedi, Turkistonda dedim, nada dedi, Xotan dedim. Bek anlamadim, men o'zbekligimni, Uyg'urligim bu haq anlayolmay, menga yezdirib boqdi, Uyg'urcha narsa qilib boqdi. Oxiri meni Uyg'ur emasligim bilib 9-oyning 10-sida 2018-yilda hammasini ep ketdi. Uning orasida jiq ishlar bo'ldi. Endi keldi, Xitoy keldi, 3-4 qatimdan so'roq qildi. Ellarim bek qiynadi. Ko'zim oldimizda Kamol Qochoqnimi, Muslima qiz tug'di. Shundoq yana nima? Jamilachamning qiz tug'dini anglagan bo'lsangiz kerak. Qizni shu 6 oylik bo'lgan chog'da ketdi. Undan oldin u haq keldi. Arablar kelib bizni chaqirib, har bir aya bolalar bilan chiqsin dedi. Bolalarimiz bilan chiqqan chog'imizda bu bizning bo'yimizni ekisligini, yelkamizni og'irligimiz shularni so'rdi.
Seki kerak dedi. Şundoq kerak dedi. Anan ahirgi qatam Xitoylar chaqirganda Bilalni o'zini chaqirib, men Bilalni o'zini qo'ymayman deb men bekchin turib oldim. Shuning bilan chiqsam dedi. O'shunda chiqqanimda men ko'rdim bir nimaning ichida. Endi bundoq bo'lganda qarang. Hadicha hammasini chaqirdi, Jamilajon, Madina, Xulisa hammasi chiqib keldi bolalar bilan. Ahir qitimda Bilalni chaqirgan. Bilal endi dadasini bek urgan chog'da dadasini balnasini aytib bergan. U yerda as qiyinchilik bo'lmaydi, chiq bo'ldi Hadicha. Shuning bilan kirdik biz. Shuning bilan Bilal o'zi chiqib degan. Endi bizni tergov qilgan joyda qanday joyda tergov qildi, savol javob qildi. Shikxona bo'ldi-ku, eshikdan kirishga, ammo o'ttirishda tam bo'lmaydi ekan, tam o'rnida bir aynak bo'ldi ekan. Aynakning keyingisida u Xitoy menab turdi. Men unga ko'rinib turman, u men uni ko'rolmayman lekin. Men ko'rolmayman, ammo bir nima ovoz nima bo'ldi-ku, bunaqa kamera bor. Kamera unutib qo'ygan, keyin bir ovoz chiqib turdi ashitdan, shundoq narsasi bor, shundoq joyda. Ammo oxirida qarang, o'zim ko'rsatmadi u qarab. O'zim ko'rsatmadi. Nimada Bilal oxirida chiqqan uchun u kichik bo'ldi, bek e'tibor qilmagan chog'i. Keyin chiq bo'ldi. Nima deb achchig'i kelib unaqa qilib tillab u haq. Chiq bolang bilan chiq. Men olib ketib qolasam bo'ladimi desam, olib ketmayman, o'zim chiqaraver deganda chiqarmagandim. Shundoq chiqqanim bilaman, chiqib yurib shundoq so'ltirab, shundoq burildim. U Xitoy bir chiqdi, u hamda keyin yenib kirib ketdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, kirib aytdim, xonaga kirib aytdim, bir kamerada o'tirdik. Jamilajon, men Xitoy ko'rdim desam, ular Xitoy emas dedi. Undan 3 kun o'tib doktorlar keldi, yurak xastaligim bilan anaqa homiladorlar yo'qmi deb so'rdi. Uni aeroplan uchun so'rayotgan u. Shundoq qilib, shundoqlar bo'ldi. Ular ketdi. Xitoyga ketdi. O nima bizni bo'yimiz ekizligini hammasini o'lchamini olgani anaqa ekan. Xitoyda kiyimlarini ko'rdim men. Bir katta korobkada, kartonda jiq to'q ko'k, qora ko'k kiyimlar bordi, oq yozuvda shunaqa kiyimlar bordi. Berayotgan hozirda meni Bashar Asadning bir turmasi bor, Adra deb bir qamoqxonasi bor Damashqda. U qamoqxona Hadicha Basharni qo'llarla Xitoyga olib ketdi. Bilalim nima olib ketdi, qandoq qilaman men bekchin turgandim, ammo buni anasi Uyg'urgan deb olib ketdi. Men haligiz qo'yib bermadim. Bilsiz, men Bilalni bek amroqdan Bilalimga bekchin tursam, yaxshi ko'rdim Bilalimni. Ben shu Allah ko'rib turibdi, yo'lishimni demasammi, shu yo'lishimni bir xabar chiqmasmi? Mushu Bilalimni izlayman deb men Uyg'urlarni izladim. Men jiq Uyg'urlar bilan ko'rishdim, gaplashdim. Siz bilan aloqaga chiqqunga qadar Bilalning onasini singlisini topdim. Onun bilan ko'rishdim, aloqam bor. Sizni shu aloqamizni tepib berdi, bekchiq ochilishimiz bilan ko'rishdim. Alloh xohlasa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasida xayr bor inshaalloh. Hozir anladim. Bilalning yoshidagi bolalarni boshqa bir tarbiyalab shunday qilib inshaalloh o'ldirib etmaydi. Sog' bo'lsa bo'ldi, salomat bo'lsa bo'ldi. Alloh xohlasa salomat qilsa shu bolalarni akilari bilan ko'rishtirlar. Ana ularni olib ketdi. 2018-yil 9-oyda ularni olib ketdi. Shuning bilan unchida bir rus qizni bordi. Biz bilan bir tal. O qiz bilan bir kamerada qoldik. O qiz bilan keyin 2019-yil 2-oygacha o'tirdik. Undan 2009-yil 2-oyda o qizni olib ketdi. Bir yerga men o'zim qoldim, bir ta o'zim 2 bolam bilan qoldim. 2009 3-oyda meni yo'tkayapti. Bir joyga men o'yladim, men bir vatanga evatgan o'xshaydi desam, meni yana bir boshqa turma borgan o'shdan
başqa turma qamoqxona bor ekan. O 2 yo'tkidi, o yerda 3 oy turganimdan keyin ondan men O'zbekiston keldim. Ramazonda keldim O'zbekistonga. Hozir 1 yil bo'ldi. Tug'ilgim 1 yil bo'ldi. Turkiyaga 1 yil 1 kun bo'ldi. O'zbekistonga keldim alhamdulillah. Pasportlarımı aldım, balalarımga ham pasportlarini aldım. Hammasini to'ldirdim. Hozir hamma yo'q bor, Allohga shukr. Inshaalloh ko'rish nasib qilaman. Yo'ldoshim bo'lmasin, Bilal bolam deb albatta tirishga harakat qilaman taqdim etguncha. Allah razı olsun aziz qarindoshlar. Bu asirlikdan qutulib chiqqan bir o'zbek hemşehrimizniki bizga deb berganlar, endi anglab chiqqan bo'ldilar. Ularni davlat terrorchimi demabdi. Chiroyli qaytirib kelib o'zining davlati bo'lganligi uchun yana pasportlarni berib, uylarini berib, biz buni televizorlardan ham ko'rgan edik shu vaqtida. Suriyadan qaytirib ketgan ayol bolalarni terrorchi deb atamadi va chiroyli bir shaklda o'z davlatlari ilib uni normal bir hayotga başlatqızdı şu yerda. Men onu ba'zi televizorlardan ko'rgan edim shu vaqtida. Mayli O'zbekiston bo'lsin, mayli boshqa davlatlar bo'lsin. Bu hemşehrimiz Uyg'urga tekkan bir hemşehrimiz ekan. Hozir O'zbekistonda ait xotirjam bir shaklda yashab o'tibdi. Chunki ularninki gunohining yo'qligini davlat bilibdi. Biz mi bilishimiz kerak? Günahı yok deb, şunun bilan bularni normal şekilde turmuş o'tkazib turibdi. Agar bir insonning gunohi bo'lsa, davlatning qonuni shuni jazolaydi. Ammo bularni nim bo'lmaganlik uchun, gunoh bo'lmaganlik uchun bularni normal şekilde hayotini boshlab hozir turmushini kechirib turibdi. Endi birozdan keyin men bu yerdagi asirlarni, Uyg'ur asirlarni yoki günahsız kişilerini ve şu günahsız farzandlarimizni qanday qilganligimiz to'g'risida buni yo'l menayotgan va buni ko'ngil bo'layotgan rahbarlar, tashkilot boshliqlariga telefon açma bir-biridan va ba'zi shaxslarga ularning telefon açma bular to'g'risida sizlar bilan birlikda maslahatlashamiz. Bu to'g'risida savol bor yoki taklif fikrlar bor qarindoshlar qolib qolsa o'tirib qo'ysa bo'ldi. Qarindoshlarimiz endi biz shu yerdagi naq maydon asrninki so'zini anglab boqaylik. Asrninki bexatarlikka ya'ni boshqa gap so'zlar paydo bo'lib qolmasligi tufayli men ovozini o'zgartirib etdim, biroz ovozini o'zgartirib etdim. Shunday bo'lsin, sizlar zangsilib olsanglar inshaalloh bilalasizlar. Bu da bir yazdı. Kenardan parmak alırmız. Mesela 10 parmakla birden kılıp parmak alıyor. Kim bunu nasıl tıkıp şölge DNA'da bu nasıl kılırken o şölge bakış DNA'da tekşürüş jarayonida bo'lgan şu şeydi. Hatta bir ayol batı şunu sorsa şu DNA tekşürmeslerden dedi endi. Vallahi alam o rasmi yağımı unutmadım. Dedi ki minin anlamı şu. Mangonda dedim ki fakat adep vallahi'ninkini de minin ballarımınkini ma yığızına hemmemizinkini yığızımızdan şu nesini aldı. Gelip bir haltağı saldı. Şuna tekşür işkinci bu birinci olup parmak aldı. İşkinci bulup şu şölgeyi tekşürdü. Üçüncü bulup közümüzde yakında aparatını açık istedik göz nurumuzda. Açta aldı. Ondan diken tamam şuna buldu. Ondan diken inip geldik. Inip gelgendikken karşıdak yol büyük bazen hemler özreyle tekşürüşünü kaldığı aşkına hemlerinin etrafında kozukları diyen acır çağılı hemler üstü jittip şunda veyran koyup sokulı bir bulan çıkırgendik. Bu esker memde hemiz bir xıl demesine bazını bu tuladip terfep çıktırdı. Bazını şunda buzğunçılık kalıp çıktırdı. Şundan bilen şu mayet bizim köyümüz yol boyu aşında çoğunçilek aşında nimelerni neftlerini tüküp hatta aşında çıkarıp yolga koyup koyuptu o neftlerini tüküp pudulkalarını taşlap yol aşağı koyuptu. Yardım fondu cemiyeti var o mesela bizge her ayda bir takip kılgan bir dersleri var. O Kayanın fondu o. İlal Ahmet'imiz Suriye'ninki müba Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki kildiğen dersleri müba mesela. Şimdi yardım fondu cemiyetleri hem de mi? Sizler Eskişehir'deki yerimle bağlı mesela uzağını uçturduğunu yok mu? Başkalarıyla uçturuşu alamışlar demek çok başkasıyla ilalay teşkilatlarıyla adamlarıyla uçturuşu alamışlar. Kırdı, Zeynep Kıgıl kırdı, İngiliz tadı çok. Sonraydı, bazıları Arap kırdı, sonraydı. Ulan onda sizin tahminimizce şu 350 kişi bağlı. Ola başka yer solaklar. Ay Allah.
ayollar o şekilde turvadı deysiz. Bu yerde kıyınçılık %10% ayolun kıyınçılığı yok. Kalan 90% asasen kıyınçılık var. Arabanı söylep pul tepatıdı, kırjıp pul tepatıdı, başkalık pul bağı oktilarından ki kırlarını jüpürdü. Ben çetellik, Amerikalık, ana dinkin, lekiyelik oktilarından ki asasen avalettin pul sağız alaydılar. Ülkelerle artık bir falan telefonunda alaklaşıp ufukla alaydı. Biz onda Türkistan bile alakalanmayız bu. O özgülerde alakalı alaydıqanlıq kimler ola? Çetellikler. Ular üstümden kıyamam. Fakat hazır bir yerde en kıyamam Türkistanlık. Ulan ne havalet. Asasen de şu arabanı söylep. Araba bir tütçaklık araba. Onunla şu eğir ne başkalarının ağan, dükkandan ağan eğir un uçup için eslerine bis verdi. Onu söylep şu kaymeleri kapırıp verdi. Bazı ayollarına hatta eğir kesel bu ağanı şu sebep. En aldıkken şunda soğuklardım kırıcıyıp başka milletin kırlarını juyupmuş Türkistanlıklar. Başta qalan, əndən tamaq etib, öydə tamaq qılıb, nam qılıb, açıqıb satqan. Aşında qılıb, özününki nimisini, oturmuşuna qamdab qoyatqan aşda qandaşlar var. Asasen əmimiz oldu gedək, əmdi, nimimiz, vədimiz bir əmdi. İşte aqsadın qeynilib qalalıq. Lekin faqat bizniki nəlik, nimiş qılğan, qaçan çıxqan degəndək, şu işlərini bilgəndən keyin, əndin çiketli bula, tünügün düşdən keyin çiketli. Hem de şu Allah alem hem de nime haberini götürüp geldi. Ya ki tuyuksuzdan sen yapmamda etmamda hem de olmayı. Lekin amını bizden başımızda bulana digenimiz şu isle bir yerde turup bulamayız, bir yerde tutmayız, bir yerde hatta adam emez bir hayvan mı durduğun yer emez, bir kapas yer bir tal giyemez önmeydi. Mesela sizi haritede mükemmelsiniz ya ki. Bir uçuk mu durduğun yer emez bu. Biz askerlerimde bizimi kesip durmayızsa, kesse ama bulduysa ketkendeki bizimi ketip bizim işimizde kaldı toxtab. Ulan zevkitilik bir yerdi. Bizden ki amını bir akıllaşmaya sorun yok da. Allah sağ olsun. Hem buna toxtamay bizi resim gitattı. Bir şeyden ekmek jeriyandı, maaşları bazdı mı? Ana deyin ki nelikki nemelerde, bizde aşağı tekşürüş jeriyanlarda özlerine muhbirler var ki. Menin kesimdeki bir ayaldın, Mısırlık ayal ki, sen kaçan kirgen, diyege, qanchalik bo'ldi bu yer turvatqili ketishni xohlamsan deb bir savollarni so'rdi arabcha so'rdi u ko'rgan u muxbir u ayol shuni ochiq javob berdi ondan keyin shu ketib qoldi u muxbirlar shu muxbirlarni aytib rasmga o'sha qatib boshlab qildik buncholar qilgan odam buncholar tashviqlar qilib bizni buncholar qarab xusarasini so'rayotganda biladi amerikani deb bilmaydi Siz o'ylaysiz qanday bir taraf qilasizlarni? Abi deport dedim, şunun ağzını ağlığınımız vetnenge qaytsan dedi. Eğer vetnenge qaytmışsan sen xalığan devlet qaytsan dedi. O xalığan devlet qasa bizni degen gibi de. Şular hem elim adamını alay dep qasa. Eğer de ulumu almay qap qasa, sen mi qaytmay qap qasan? Belki müstah turup qilishimiz mümkün mü onu uqmadım diyor. Peki olanın degeni şu. Qaytsan degen. Xitoyga qaytarib o'tish ehtimoli bormidi sizningcha? Xitoyga emas, har millatnikini hamma yerga o'zining joyiga qaytarib o'tgan. Bizga atayin kelib sanasini biz Xitoyga qaytishlar u budimda shu hammamizga o'p chiqib vatanga qaytsa deb boshlaydilik. Bizga aniq degani emas, shaxsan manga va meni atrofimdagilarga degani vatanalarga qaytarishlar dedi. Ba'zini ochiqlab dedi, masalan bir suv bergin yoki non olmagan bolalar qo'shqa chiqadi. Biz bir vaqtda chiqib tushdan keyin kirgizdi-da. Va bu anki bolalar qo'shqa chiqadi. U bo'lsak, men shu vatdan qaytganda ya o tamog'ini yeydigan shu yerda yeysa deb qiz mazoq qilganda kulishdi. Ashta bo'ldi. Endi u degan u tani gibi. Malago biz chiqdi miyada. Biroq o'ta tekshirib chiqdi bular. Har qanday ishni oyoqdan tekshirib, oyoqdan güldür onda biz operatif deport qilgan yo'q shunaqa. Shu tartibdan shu yo'llaydi. Anadikin mau qozoq mayoqqa, uyg'ur oyoqqa, qirg'iz oyoqqa qilib ayrildi. Rus mayoqqa bo'lib ayrilgandan keyin endi mau yo men oladigan odam ekan deydi, yo men olmaydigan odam ekan deydi. Shuni qarsa, yana bir kirishi bor bularning. Cho'ng bir ishni qilib qilgan ishi bu. To'g'ri. O'zligidan ish chiqmasdan qilmaydi bo'lmasa.
şahsen benim gumanım %90% vatani qaytırışı mümkün. %90%. Lekin başka ayollarning men bilan birga turayotgan yoki men bilan birga o'rtoqlashib fikrlashib, masalan, bu shaxsan men bayarlama emas, boshqa mahallalardagilardan bo'lsin, ularning shu qo'rqayotgani ham chekidagi bo'layotgani biza qaytirdiga o'qishaydi, mahallalardan oshtalanmas qildik deylik. Shuni his qilaman. Şunun təsirində mi aşağıda qolib qolimiz deb o'ylaydi ekan-da. Ro'j muhayyamdikilarni Xitoyga ketganlar bo'ldi yana. Bo'ldimi? Qanday bilasiz? Xitoyga qaytayotganlar bor. U iniq qo'ysiz, mayadikini so'ragani kim, mayadikiga javob berdi. Bizga unda ahvol yo'q. Lekin ro'j muhayyamdikilarni erba bo'ytaq emas, masalan, erbalarni asosligidek Xitoyga qaytayotganlar bor. Masalan, men biladiganimdan onlar bilan ular shu ishkamshirg'u deyman. Eri bulab, ularni shu vatanga qaytirib etgan. Andin yonu baket, yana bir akımız var, onu mu ahli balları bilen koşup, işte qaytirib etgan. Endi ularninki shu vatanga qaytirib etgani. U qaytirib qaysi shaklda ekishtirib yerdan shu mashinaga besib ketdimda. Ularni shu Xitoyga bir xasaklardan bir yerda bir aerodromi var. Shuningdan andin Xitoyning aeroplani kelib, shuni deb ketdi. Masalan, O'zbekistonga deport qilgan qismi O'zbeklarning hammasini yerdan cho'ng avtobusga soldi. Masalan, bizning yerdan deport qildi. Cho'ng avtobusga soldi va cho'ng avtobusdan andin shu avtobusda Xitoyga apadi Qamishli aerodromi dedi rasta. Qamishli aerodromiga borib, bu yerdan shu O'zbekistondagi aeroplani bor ekan, shu aeroplanga chiqib O'zbekistonga Qozog'istonga deport qildi. Qozog'istondagi deport qilganlarning ahvoli shunday bo'ldi. Balkim Allah saqlasin, endi ashunda deport qilishib qolsa, shu avtobusga chiqib shu Qamishli aerodromiga berib, Qamishli aerodromiga Xitoyninki nimalar bilan ham qog'ozni jigim yo'q deyishni xohlamayman. Shunday bir ahvollar bo'lishi mumkin. O'ylashdim, endi Allah sizning bildiğiniz bir qancha oila yoki 5-10 nafar kishi Xitoy bilan o'xshab o'tgan. Uni muhayyam deganmaydan biladi. Biladi. Roj muhayyamdagi hozir turayotganlarning o'zi ansirab turdi ekanda bizning silvitam deb. Undaqda masalan Xitoy bir odamni ikkitama deb qo'yib qolsa yoki 5-10 odamni ikkitama deb qo'yib qolsa, uni hech kim orttirolmaydi ekanda, uni qo'llab qololmaydi ekanda. Qayerdagilar bo'lsin, masalan, ashta bir tashkilot Amerikaliklar yoki ashlarninki boshliqlari yo'qmani Xitoyga qaytmaydi deb ularni ma'lum yerdan qo'rqib, masalan, xalqaro tashkilotlardan qo'rqib yoki qaytirish bo'lmaydi deydigan kayfiyat bormi yo'qmi? Yushirin setib berib qolsa, endi bu qarniyatli qilib, uni men qilmadim, lekin agar bunda umumiy holda 5-6 nimada deport qilinish bu deb agarda bir oshkori, masalan, biz bilib qolsak agarda shu ishchilik ayollar bilan bo'ladi ekan, shu deport qilganini, ular bizga bo'znashtirib deport qilganlar bo'lsa, cho'qim shu Amerikaninki shu cho'nglarninki bilish shart. Chunki shu Xitoy mut deport qilman adamimni og'ili keldim deb PKK'dan so'ramaydi, uni Amerikadan so'raydi. Amerika'nın ben deportdan qil degandiki, endi ma'lum qildi. Bular faqat buni ish qiladigan odam faqat. O'tgan qatim shu Roja Muhayyamdan deport qilib o'tganlarni Amerika bildi ekanda sizningcha. Bildiganda? Bilmaysiz. Unda siyosiy ishlarni bilmadim, lekin uni men bilmayman, lekin yo'q, hozirgi masala shu Amerikaliklar bilib turib deport bo'lishga ko'z yumbaldimi yoki u bilmay, yani ishchidan betaraf qilib o'tgan Amerikaliklar bildirmay shu yo'lga sog'ildi. Uqmaydi emas, lekin Xitoyga qaytarilgani aniq shularninki. Deport qilmagani aniq. Lekin mening bilishimcha bu PKK o'zligidan qanchalik odamni deport qilib o'tamiz deb Xitoy bilan o'zlari deyishib qilolmaydi. Ondan qildik, nimasi yo'q, kuchi yo'q bularning. Shu bolalari, shu gunohsiz ayollar. Bunda umumiy kayfiyatda umid bor deysiz, kimdan umid kutadi hozir? Ya masalan, bizni bir Turkiyaga ketgan bo'lsa, bu yerda qaraman. Lekin men biladiganim va shu Rusiyadan kesdik deganlar asosan shu Turkiyaga deb o'ylaydi. Tushundim. Yani asosan asirlikdan qutulsam bo'ladi, Rusiyadan chiqsam bo'ladi deydiganlar asosan Turkiyani deb o'ylaydi.
Türkiye sizden talep qilib qolsa, Türkiye'ye beremdi o yani. Mesela siz Türkkensiz o, Türk devletiga işte bir adam barken deb yollaydı sizni. Türk devleti ama bu mening adamım dese sizin yine bu Türkiye'ye berdi. Lekin Türkiye mening adamım demagan taqdirda mush askarlar degani bo'pti mushuni men qabul qilman. Masalan, mayli qaysi millatdan bo'lsin, boshqa bir yot millatdan bo'lsinmi, boshqa bir ayol bola bo'lsa, manchida 10dan 20 gacha degandek, 5dan 10 gacha ayollarni men qabul qilman. Men himoya qilaman, men boqaman bu degandek, bu qolsa agar shu taraf shu davlat ma'qul deb qabul qilsa, uni shu davlatdan bo'lsin berdi. Sizin bunun işinciniz var mı? İşincim var. Çünkü aldığım kadar ben hatta özlemli. Biz bazıları dedik biz Türkistan'ı kalmayız. Müşta nime. Lekin başka devletlerge gitişini kalayımız. Mesela Türkiye'ye gitişini kalayımız. Ya ki Kanada degende kellerge gitişini mesela Uygurlar var ya gitişini kalayımız. Başında degenler bulduk. Aslında men bayiyede. Degendeki şu an ula meyle şunda da bizi koyumuz. Lekin sen çok ketadişini anlatayım. Çünkü şu devlet seni maqul olayma adamni himoya qilay bo'pti. O'zimning adamni qilib mesela nim qilay deb qolsa, anadikin ketalaysa. Lekin ular unda demak qilib qolsa, sen borman deb talab qilsangiz, sen amma qilib qolsa, sen ketamaysan deb ishladigan. Hozir shu agarda Turkiya shu men qabul qilman mesela 5dan 10gacha adamni bo'pti, men qabul qilay. Men olayma adamni deb qolsa, bular motor emasga memleket Türkistanlıkta yaman bu laflarken demeyi iş buyurdu. İnanca. Hemen işlerini ağzını inak anlığını. Siz diğer adamlar şu kurt askerler. Kurt askerler lekin asker emas, ayrım deportçılar ayrım bularına. Askeri kiyim giymeydi, deport kılgınlar. Resimli tatlıdığan üsküller bilen, yazılığan bir dersler bilen kırdıqlarla ayrım deportçılar. Asker yendi var lekin asker bunu qoğdap etirdi. Deportçıların anlığını meni. Ulan kurtlu mu? Ulan kurtlu. Bunlar uyardık Amerika'nın askerleri bağımlı toxtadı. Degen tağız bayan ben de isim geldi. Askerleri yok. Amerika'nın adamları bağımlı degen tağız. Ona ben yok deptim ben. Ama doktorhan tarafı çıksa Amerika'nın ki doktor nemeleri var. Çoğu doktorları var. Amerika'nın doktorları var. Askerleri yok. Yok askerlerden ben Amerika askerlerini görmedim. Lekin doktorlardan, muhbirlardan, aşağılardan gördüm Amerika'nın. Ama sizin dediğiniz boyunca şu Amerika başkurdu demek şu mu? Mesela siz erlerden tutup ballardan tutup gidip yokap ketkenlerin bağ dediniz de abay. Oylukka şularning ichida sizningcha mesela işte vatanga ya Xitoyga ekitish ehtimoli sizningcha bormi yo'qmi? Yo'q, ularni ayrim etmeydi. Ayrim deport qilmaydi. Bularni Misaldagi ayollar qachon deport bo'lsa, shu chog'da deport qildi. Bu o'zining og'zi bilan degan. Misaldagi ochimiz 13 yosh qolisini kettirdim-ku. Shu ochimizga ayta o'g'ilning rasmini ko'rsatib, mana o'g'ling sog' salomat bor. Lekin sen qachonki deport qilib vatanga qaytsang, bu yerda turmaysizlar dedi. Bu yerda eng uzun tursanglar 3 yil tursizlar. Bularning 3 yil degani 1 yilni 6 oyni 1 yil hisoblaydi bular. 1 yil turma deyapsan deydi, amaliyotda 6 oydan keyin qo'yitdi. Shunaqa bularniki 1,5 yil, bizningki 1,5 yil, bularning 3 yil hisoblanadi ekan. Qancha hisoblayotgan bular. Ana bo'lgandan shu sizlar bu yerda shuni ortiq turmaysizlar degan gapimni. Sen xotirjam bo'l, o'sha vatanga qaytgan vaqtda bolam biz qaytdi sen bilan deb boshladik. Biz o'sha nima yo'q, unda vatanimizga qaytmaymiz, u yerda nima bor, cho'ng zulm bor, vatan qaytsak bo'lmaydi deb boshladik. Ammo yo'q, unda bo'lsa mishat turib qolsa, yoki boshqa bir ishlar bo'ladi degan shu bolani kirib anda boshladik. Ularni unda ayrim, mesela bolalarni ilk yaxshi holatda ayrim unda yo'l o'tmasligi mumkin. Qachonki o'sha ayollar deport qilinsa, ashlar deport qilindi deb turadi. Ularni lekin majburiy ashlar deport qilgan. Undan keyin ma'lum bir aylarni unda majburiy deport qildi degan gap bo'lib chiqmadi. Mesela u yerda Uyg'urlar o'zini sizda qila olamdi yoki sen nereden desem ben Türkistanlık deganlar bor.
Türkistanlık degende şu Orta Asya'nın öz içiga aladi emasmi? Yo'q, shu Turkistonlik desiz, bular bildi Sin deb. Xitoyniki deb bildi. Türkistanlık desiz Sin deb tushunamdi ular, Xitoy deb tushunamdi. Ha. Bu da o'qitim tizimlagan vaqtida shu Xitoydan kelgan Turkistonliklar Çin'den kelganlar deb shunda tizimladi demas sizlarcha? Ha. Undan keyin hozir masalan men to'g'rida tunugunlardan bir ayol kishi nihoyat qaqshab bir ovozni tarqatdi butun WhatsApp'larga. Anladingizmi? Voy mana ko'rganlarmi tashkilotlar mana yo'liq silyotibdi Uyg'urlarni u deb. Ama izlab tip sizga men anlatay keyin. U gap yolg'on ekanda unda bo'lsa. Lekin bugun bu askarlar chiqibdi dedi, endi qarang, o keyindagi mahallada qanchalik qiyochiya bo'lganini biz niyatini uqmaymiz. Turkistonliklar jiqroq mahallaga berib, nisha Turkistonlik bor deb, shularga bizni ishlatib, tartibga u bo'lsa biz uni niyatini turib uqmaymiz. Bizning mahallada bir ish bo'lsa, o mahallagilar uqmaydi. Balkim shunday ish bo'ldimi, bo'lmadimi, men uqmadim. Bo'lganda bu chaqa balkim yetib bo'ladi. Onu iniq emas tamam da olsun. Yo'q. Lekin bugun tushda shu bir bütün askarlar chiqib bo'lgandan keyin tunugun chiqib ketganlar askarlar. Bugun bozorlar tartibga tushib, sekretlar narsalarni aytib ketibdi. Shuni biz bozorga chiqib sekretlar avlaydi. Shu jarayonni qarasam bir askar mashinasi shu askarlar bilan birga kirdi. Kirib o Türkiye'deki onun şu yapılarını çıkarttım o ya ki neymiş için kırdı onu ben okumadım. O asker kırıktı o yanada Türk'lü kaldık ondan aşık ihtimallik Türkiye'de. Ona dikin dışı pazarını çünkü yani nersimizi yandırıp ekirdik. Ona dikin o asker maşinesi birazını çıkarttım o ya neymiş oldu onu okumadım. Onda işte bu türlendi. Bu tızımlap oldu. Halıqancha minancha bo'lganda tizimlab bo'ldi, ular tizimligimiz tushdi. Biz qolib qoldik, sonimiz oz qolib bormiki, talaferda asli tushgan qandoshlar bordi. Pul hisobida sotdi ularni. O'sha Eron tarafga sotdi, nurg'unlarni ashna setib etdi. Qolgan qolib qolganlarni bo'lsa, yuqorisini 25 yil, 30 yildan tuvanini 10 yildan qilib kesdi. O sitivesi qaysi şekilde sitivde pul deb sitivdimda ularni. Ular ayni vaqtda bizninkilar ularga o'xshamaydi. Biz faqat asirga tushganlar qatorida, masalan, Suriyya bilan ular qurolliq bostirib kelib tutib ketganmiz. Mana nimasi o'xshamaydi? U bozor ko'kdat ish sotganlar kimlarida? Bu yerda bir mushloq qilgan bozor bor. Teshidan kirdi u erlar. Erlar kishi ochadigan bozor u. Ular matishidagi Iroq suriylar shuga avom, mushu PKK'ga el bo'lib chiqqan avomlar. Pulvalari shu do'kon setilib, ba'zilari avomlar, ba'zilari Xasaka tarafdan keldigan o'ziga o'xshash kurdlar. Shular shu malay kirib, mashinalar qashayga kirib, setib qildi. Undaqda siz masalan hozir bir adam $10,000 bo'lsa, masalan sizcha shu bir shaxs aşağıdan yak bolalar bilan qutulib chiqalamda adam ishon. Şimdi o başlık oxlarda $4,000'dan başlap çıkıvatqan ayollar. $4,000'lik yol bilan chiqib qolgan ayollar batdi. Keyin o'rlab endi hamma yerda qozonib o'qitib, shu bunu bir savdoga aylandi-da, unda bo'lgandan keyin $8,000 chiqdi. Keyin $10,000'dan, $12,000'dan chiqdi. $16,000 bilan manqollan bo'ldi. Amma yaqindan shu asosan taqriban $9,000'dan $12,000'gacha atrofda bo'ldi. $10,000 degandek. Işte atrofda bo'ladi. Bu chet eldagi bizdek kishilardan, masalan, tashkilotlardan, rahbarlardan qandoq bir umidingiz bor, qandoq bir narsa yordam talab qilamsizlar, masalan, nima istiqomli bor shuni desangiz, butun dunyodagi qarindoshlarga uni yetkazsak bo'ldi biz. Vosita bo'lib. Endi yordamni faqat Allohdan so'raymiz. İnsanlık bizda biz ojiz bo'lgandan keyin bizga yordam qilmoqchi bo'lgan shu sizlar taraf bo'lsin, qaysi taraf bo'lsin, ular shu inson bizga o'xshash oddiy bir ojiz inson. Lekin Alloh taolo yordam berdi ekan, insonning qul orqali yordam berdi ekan. Tabiat deganda shartsiz yordam berdi ekan, lekin biz u darajaga chiqib bormadik. Endi
Yerden Allah'tan sorayımız, sebebini kıldık. Şahsen ben, şu anlattık şu yerki boğan işlerini. Eğer de Allah razı olsun, bu işlerden hem de ne ballarım ne, çok bir yaşta terbiyeleşim gerek. Ben bu meyli buldu. Lakin benim ballarım buna esirlikte, bunda yaparsın, bunu yaparsın, o askerlik yapıda korkak bunda üçünüme kalmayın. Şu ben tiniş aletler ballarım yaş çok oluşum gerek. Dedim bunda oylağılık ben. Kandalıktan çıkmış esirlikten çıkışım gerek, kurtuluşum gerek, ballarım kurtuluşum gerek. Aş kişikidim bille çoğun olgan, aşılanmalarını etken, aş dönkörük basır düşürgen, hoten kaşka basır düşürgen, aş kağılıklarda, avatlarda düşürgen, kuşa aksu alta çöçek, olcularda düşürgen Uygurlar. Bu bütün dünyanın ki hemiz göz görüp durgandek, Xitay'nın zulümü bilen, bəzənlə 8 yıl, 7 yıl turmudu yapkan, bəzənlə ekirip korkutup uruktukanlarını bölük kılıp çıkıp tuttu aşağı çıksan da şu Tayland turumuzdan hatta aşağı attığımız apırıp kaçılap eketken Türkiye'ye kege vaxtıda kaçılap eketken nurgun sebeplerle ketken bunun tigiriki sebepler hemisi şu hazırda diktatör Xitay'nın zulümü sebebidir boğa. Ulanın kalısı özgürüp ketken bozmuş şu sebepten ulan yaman adam bop kalgan bozmuş şu sebepten yaxşı adam bozmuş şu sebepten o bizden sınımız, o bizden acımız, o bizden apımız, o bizden kızımız, o bizden oğlumuz. Bir anının, ben misal kıp verme, 10 balısı olsa benim üzerimden onu tukayım, 11 balam var, 11 balısının işine, başının işinin birisi oğru, birisi yançışçı, ya birisi katil, kağalları acayip ziyari olsa, anısı, acayip okuyan bay ballarına karımay, küçteki deptatı batkan turmular küçük kalan ballarının akıdını çıklap mağdum.
Çünkü o ana, onun balısı. Mana şu Şarkı Türkistan, biz hazır Uyguristan, Şarkı Türkistan devakan zımının balısı. Aşının koçkulup tukulgan zımının balısı. Şunun için o balılarını bizim kutulduruş mecburiyetimiz var. Ulanın beşi yürüyüp ketken olsa biz kaygılık ekilip gülüşünü yürüyüşümüz gerek. Şunu ben bunun da korkup ketmedim. Benim halkım Xitay devletli karakterlik terörizm hareketinin kurbanı olan kan. Benim halkım dünya terörizm hareketinin kurbanı olan kan. Hem obal olan kan, hem şununla yem olan kan. Şuna bulanı kutulduruş her bir Uygur'un dünyadaki varlık kişilik hukuk teşkilatlarının, Kızıl Krisis Cemiyeti'nin, Uygur teşkilatlarının, Uygur cemaatlerinin mecburiyeti. Yaman olsa ekilip yaxşı özgerdiniz. Ular yerde Xitay'ın kolu çıkartkenden qayt girip Türkiye'ye kirelise Türkiye'nin turmusu yetip özgürlük çıktığını yaxşı. Xitay ular bağandaki iş xil mesele buludu. Biri, bular şunda kiyin kıstakları öldürüldü. İkincisi, bularının ağzından halıgancı gepini sözletkizip, bularının ağzından çıkan muş geplerini urup tayakla yok nesini bakıldırıp, aşağıdaki kağa Uygurlarını öldürdü. Bana mağlanı terörist yasap çıkıp, muşlarının ağzından dünyanın her kıl gepini yasap çıkıp, o kağa Uygurlarını öldürüş için Xitay asas salındı. Dünyanın gözünü muşluğu bilen boyayın. Şunun için ben bu mesleğin akıbetinin yalnız bular bilen ketmeydi kaldığı. Hem bu vatanın teşriki hem vatanın işinikilerine ihir ziyanının keldi kaldığı. Vatanın teşriki misafir karındaşlarımızın, muşu teşkilatla başlıklarının vatandaki tukalları muşla bağlandıkın kanda kıyın kıstakta ölüdü kaldığını his kısın. Şunun için ben hem teşkilatlarının bulanı açmış için yer astırttım ve hareket kıladığı. Yalnız ben bana bakmayın. Türkiye'nin içindeki her bir teşkilatta ve cemaat erbapları minnovatıdır bununla. Hükümetler görüşüyordu, bazı teşkilatlarla görüşüyordu. Avrupa'daki ve Amerika'daki teşkilatlar minnovatıdır. Demek bizim gibimizde hiç kaçan Amerika bu doğruluk anlamayla da kolda iştirmek kim yok. Amerika Taşkı İşler Ministeri getirip dedi, gibimizden anladı. Hatta bir misal kılmen, muşu Gollandiya'daki teşkilatlardaki Sadıkcan ve Sadıkcan'ın etrafındaki bir neçe adam, münasebetlik adamla birlikte Turuşluk Amerika elçihanıga ahvallı imkaz kaptıken Allah'ı çağırıp ekilip görüşüp kuşur belgeninlerine rahmet biz Amerika Taşkı İşler Ministeri'ni yetkizip biz sizlerine cevap veriniz. Bulanın her türlü özgürlüklerini bizge halal kıtırımda deptim. Demek biz bunun minnovatımız. Hem de biz minnovatanda bir ayda hal bulamdı, bir yılda hal bulamdı. Hal bu poğucu bulan ületip gidip kalamdı, ya ki ekip kalamdı biz okumayımız. Şundaki ben dünyadaki karındaşlarımı bazenler parakende kılmanlar dedi. Hiç kaçan ben parakende kılış niyetim yok üzerimden karındaşlarımı. Parakende bulunmazlık için şunun aldığını geliş için ben müracaat ilan kıldım. İktisadımla olsa $500 elekter acım mademi de Kanada'da Atıkadır yapacağının kutusu İbrahim acım şunda adamlarga Avrupa'dakiler malat verirler, Türkiye ve Madrab'dakiler elekter acımga verirler, hisabatıga biz bunun nazaret kıtırıvatıda nurgun adamlarımız. Şununla kançılıktın gökkez, şunçılıktın gökkez kar yol bilen mi çıksın? Ah yol bilen mi biz mangaştırayla öteligini ötkenç ötüp dursun, ötenmeyini hep ahırda hükümetlerle boğan münasebet arkalı halkı olsak da yaxşıdır. Bana bugün üzerinde anladığımlar tünögün hoş haber kanun makıllandı. Bu kanun biz dünyanın siyasetini kırdık dedik. Bu kanun ne? Biz makıllattık bu eğer icra kılmayı biz bu şunu toluk icra kıldırış için biz hemimiz birlik gelip mından işte halkı bize bunun akısını düşünsek kurup kağıt olup kaldı. Şunun için bu şu kanunda hazır muş kısık vaktinde tonunun kısıkında nayaktaydı hangi var. Biz muşu Suriye'de kan karındaşlarımız 1300 küçük narisiydi balımız 700 sınır ağacı sınırlarımızda kızlarımızda kutulduruş için bulağa bunu koyuyoruz. Bunun sırtında Amerika'da mı siyasi panalık talep aldı için
keyin hozirgacha 1-2 yil bo'lib hal bo'lmagan bolalarning masalasini o'ttirib qo'yamiz. Dunyodagi sargandar Uyg'urlarning iqomat ololmagan siyosiy panohlik degan bütün sargandar Uyg'urlarning masalasini qo'yamiz. Ham vatanning ichidagi lagerdagi Uyg'urlarni tutulgandan so'ng turmida kesib atgan ziyodalarimiz, kesib atgan san'atchilarimiz, kesib atgan olimlarimiz, kesib atgan savdogarlarimiz, bekan namoz o'qidim deb kesib atgan xalqlarimizni qutuldirish uchun ciddi Amerika'nın mandatında tedbir kullansın deb uni masalani o'ttirib qo'yamiz. Ham uning sirtida Xitoy ülkeleriga akatgan norisiydi qizlarimiz, latxonlarga setilgan qizlarimiz, aşı sınaq işitayotgan o'g'illarimiz, kichik bolalarimiz azam qul qilib ishlayotgan Uyg'urlarni bütün vatanimiz Sharq Turkistonga qaytarib kelib Xitoylar o'zining joyiga kelsin, mush qonunni ijro qilganda mushlarni qilib bersa deb mushu talablarni biz qo'yamiz. Uning sirtida biz yana bizning davlatimizni besib olgan, davlatimizni besib olingan simen tajovuzchilik qilib kirgan Xitoyda qonun ma'qullab beringlar deb uni talab qo'yamiz. Biz qiladigan ishlar oldimiz bekchib, mushu ishlarning ichida eng zo'ri oldimizda bo'lgan vatandagi lagerdagi turmudikilar va ishga akatganlar bo'lsa, yana bir zo'rli mush asrda yetayotgan Tayland turmusi, Qirg'iziston turmusi, mushu Suriyadagi asr qarindoshlarimizni biz bunun bir zo'ri ishlarning qatoriga qo'yamiz. Biz hammamiz xalqdan qarab turmaslik uchun biz murojaat qilib qo'ydik. Bu murojaatga parokanda bo'lib ketsa bo'lmaydi. Turkiya hukumatida hech qanday gunoh yo'q. Turkiya tashkilotlarni to'sqan bularning oldida hech qanday gunoh yo'q. Bu nurg'un tarixiy sabablar bor. Buni bizning hozir surish qildigan vaqtimiz emas, faqat adam tutildigan vaqtimiz. Bir-birimiz bilan sen ani qilding, men mani qildim, sen mani qilmagan o'g'an. Men burun agar shunday gaplarni qilgan bo'lsam, men hozir kechirim so'rayman. Hozir bunday unda surish qildigan emas, oldimizdagi masalani hal qildigan vaqtimiz. Yani eğer bununla mesela şununla sebep bo'lganlar abaysiz bir kız gapini deb o'tib ketdilar şu dünya terrorizmninki veya ki Xitoy terrorizmininki qurboni bo'lib ketdi deb. Eğer bu mesela bu gaplar mesela mayli Yevropadagi mayli Amerikadagi olsun mesela Uyg'urlar qo'rqaydigan bir gaplarni qilib bir kishilarni bulardan jiroqlashtirayotganlarmi bor mesela bu terrorchi o'chi degandek. Bularga nisbatan qanday bir belgi berilgani şu. Bularni yomon ko'rib qolganlarga nisbatan. Yomon ko'rganlar yo'q. Uyg'ur tashkilotlaridan ichida bularni yomon ko'rib qolganlar yo'q. Endi ash ishni hal qilib bo'lmay, o'zimiz ham qo'rqib ketmaylik. Jilonda qo'rqib ketgan adab bo'lgan uchun ko'z qo'rqib deydigan bir gap bor. Endi mushu ishni qilayotgan vaqtimizda chigirdan masalan tunugun bir Uyg'ur bolani tutyapti. Ben balının ismini unutup kaldım. 2 günün yakın kol ketdi. Ben ismini ilan kılıman. Bir hiç çıkmayan bir balını ekirip ketipti Türkiye'de. Şu ekirip ketkende kim? Türkiye hükümetindeki hatalık emas. Bizden Uygurlarımız korkak ketip özden öz korkak başlap. Maaş bunda kıldım ki anda kıldım ki birbirimizi çekiştirip koyduğu işler bulu bitti lazım. Bu günah özümüzde bu var. Muş korkup ketken katarda turvatkallar mı? Yani malumatlarçılık sanmayla diyenler mi? Haddidan ziyade sezgir bo'lib ketgan qarindoshlarimiz. Mushu da'vo buzilib ketadigan-da, da'vo bir tahlil etadigan-da. Yo'q, men dastlabda mushlar shunda deganda rost shunda bo'lamdigan-da degan gaplarni hamma bularga javob bermay, o'zimdan tashqi ishlar ministriga termil oldim, men ko'rishaydim. Voy uyatlar onlarga bu sizni ikkinchi bu ishdan kirmaysiz debdi. Men bordim, 5-6 odam qo'yib ketgan chiroyli qahar barat afandim tarjima qilib berdi. PhD bizning Harvardda bitkizgan qahar barat tarjima qildi. Mening degan gapimdan agar mening atrofimda 5-6 Uyg'ur o'z qo'shib chiqdi. Men meni rost ba'ni o'tirib qo'yib, lekin nima sababdan degan savolni oldiga qo'yib, ularning qiynalganliklarini hammasi oldiga qo'yib, meni bir odam sen xato qilding degan yo'q. Sen bizga mush ayni ahvolni inkos qilib tajribani qo'yganliging uchun sizga rahmat aytamiz. Har qanday kuchim bo'lsa yetkazib turib, biz aşağı gidemiz bularni qaytirib etmaslik haqida dedik. Masala hal bo'ldi, men yelib chiqdim. Ular dedi deganni qildi. Shuning bilan bu olaqa aktirik davatgan davran to'xtab ketdi. 2 kun ishini to'xtab ketdi. Aşağı Xitoydan odam kelib u degandi. Men endi e'timod bo'lib yomon ko'rib qolganlar yo'q. Ammo shu kichkina ehtiyot bilan qo'rqayotganlar bor. Ba'zan endi har qanday millat yalnız Uyghur emas,
muşunda capa tatkan bir devirde bir kısım piştin hoğlap buludu. O piştin hoğluk emas. Onu ben piştin hoğluk mu dep karmayna. Munazır, kallısını ötmegen neslen munazır. Biz demokratiya dep çıktık. Munazır kılıp onu bunu dese onun hapılmayız. Muş mesele hal kılalaydıqallarımız. Belgimiz bağla bireydi. Kıkımız bağla kılaydı. İtaleydi Allah İtaleydi. Kutulduru Allah şunda tutsun. Suriye'dekiler onu maslaşsın. Şunun bilen bulanı kutuldurup çıkaydı. Siyasi yol bilen mi ve iktisadi yol bilen mi? Endi şu internet vasıtası arkalık ança bazen şunun işideki kıyırındaşlar mesela şu günahsız anı balalar sizin sözlerini anlayalaydıken herhalde şu yaptırıp ular nispeten bir kança sözleri var mı? Ular nispeten getirgen sözüm. Bazenler korkan biz ketmeyimiz bir yerinde bağlar oktan gördüğümüz devakkallarını eğitinanlar. Ulanın üzülgünü kendisi var. Bir-birinlerini ayıklamanlar. Abi ben katmalı olup ketken, malı satmalı olup ketken diyen gepini koyup. İşinler ki özenlerinin ki hem bir gepinlerini bolsa muhbirler akbarat urullarına eğer mümkün bolsa şu muhbirlerimiz tapsak aş muhbirlerine özenlerinin bulavatsa bizni kutuldurup edenlerden imkaz kılınlar. Hem de ben ulanında yukarı talep kılmayım, üyetimden imkaz kılanmaydığında imkazsız şu eğer ayak yedi yapalırdım anladı. Lakin şu puşurlarını etraftakiler toluk yetkizip dururlar. Biz muhbir üyetelsek muhbir üyeteleyimiz. Kızıl kriz cemiyeti üyetelesek bunu üyeteleyimiz. Allah buyursa kahar barat dedik ama şu kızıl krizde cemiyetiyle görüştük. Onunla görüşümüz ve başka orunlar bilen görüşümüz. Biz siyasi yoldumağımız. Amerika'da kanunumuz endi makıllandı. Hemen bir dersin misal ütüme uyardıkiler şunun işensin. Guantanamo'nun ballarını kutuldurup çıktı Uygurlar. Amerika'nın özünün siyasetiyle. Amerika öz siyasetiyle kutuldurup der. Mademler buna yok der. Guantanamo'nun balları açtığın içinde televizyonlarını uğrup çıkayım. Kınmıgan askerlikler kanmıganlar var. Lakin şulanın günahsızlar çıkırıp etti kırımdaşlar. Açtığın için Amerika bundan mesuliyet kelgende naiti toğur karıyalaydı. Bizim halkımızın ahvalıga. Garip dünyası toğur karıyalaydı. Türkiye tekini toğur karıyalaydı. Çünkü onun biz kan karındişi. Hem dindişi hem kan karındişi. O şu tarih Türkiye azı oturvatan tarihinin yaratışçıdır. Şunda o başka biz bu şu üç devletke yönlüş arkalı, birinci Allah aldı kaç devlet yönlüş arkalı bu meselenin hal kılımız andıca iktisadi cihazı yardım kıldık Allah. Ekber hacim ondan üstüne yapacaktım ki bundan kızımdım. Gayret şikayet kıp tökmek çaplamalı var. Ekber haciminin aşıyı savatıda min adamın gözü var. Biz koluğu tekkizip manıdığa adamlar yetkizdi. Pul yardım kıldık Allah. Ekber hacimine yardım kısanla buldu. Kanada'nın işi de Amerika'nın işi de pul vermen davat kıllar. Mağul İbrahim Karacim'a ders buldu. Ben birazdan keyin Ali Ekber damallam ve İbrahim damallam onu telefon kıldım. Bu to'g'riliq nəhayət yaxshi gap qildik bu masalada. Endi şu men bugun bir 8-10 tashkilot rahbariga telefon qildim ve bu masalaga qanday ko'z qarashi borlik, qo'llanilganlik qanday bo'lganlik to'g'risida qildim. Ba'zilar rad qildi, ba'zilar qo'lladi degandek. Şu tashkilot rahbarlariga siz bir millatninki ma'naviy onamiz lider bo'lib turgan bir shaxs. Muş tashkilot boshliqlari, şu aktivist qarindoshlar, şu əsirlər məsələsində qanday xizmət qildiganlıq to'g'risida gaplarni anlatdı en axir. Endi meningki yana şu tashkilotlarni talab qildiganligini aytgan kedim ben. Hamma tashkilotdan buni kutmanglar. Bu Türkiye'nin içindeki tashkilotlar hammasi o'ziga yordam qilib, uning ishini mana har qanday yordam qiladi. Lekin Türkiye'nin içindeki tashkilotlardan biz hammadan kutmanglar. Aş özü yardım kılıdığın teşkilatlar özlüğünün aldığı çıkıp yardım kıldı. Lakin ben şu bütün teşkilatlar şunu deyim. Sizler meyli aktivist bulanlar, meyli siyasi teşkilat bulanlar, hemminler Uygur halkını ve vatanımız Şarkı Türkistan'ı tutuldurumuz hep çıkarlar. Bu meydanda şunlar da çıkıp şu sebepten halkın hürmetine erişerlerdiler. Şu sebepten iktisatta erişerlerdiler. Şu sebepten bütün halk neydi varsak bizim peşini kötüydü. Sizler aşını unutup kalmalılar bütün teşkilattıkine. İşinin aslını tallap kiyinlirken geldi iştir versenler kim halkının nazarını çıkıp gitsinler.
Shuning uchun men bütün tashkilotchilar undaq qo'y emas hech qaysi. Herhalde bütün tashkilotchilarga shuni murojaat qilaman. Shu hammanglar qo'lingizdan kelishicha shu Tayland turmusi bilan Suriya turmusidagilarni va Turkiyada turmularni yetayotganlarni yo'qlab tutuldirib edinglar. Turkiyadagi tashkilotlar Turkiya turmusida yetayotgan bika xalqning chiqishi bilan kirib ketganlarni qutuldirib chiqinglar, o'zinglarning xalqi bika yetib ketmasin. Men bir yosh bolani 3 kun bo'ldi akirib ketdimi? İsmini e'lon qilma. U bola o'zi qo'rqib telefon berdi ekan bir narsasiga. Bika o'yim kirib oqtiribdi, men nima qilganimni uqmayman deb. Mush yaqinda men 3 odamni ko'rdim. Hech qanday xato yerlarga mangan emas. Bikadan kirib 6 ay 7 ay yetib chiqibdi. Hatta birisi Rabia Qadirga yaqin bo'lganligi uchun deb akib ketib 6 ay yetib chiqdi. Keyin sud Rabia xonimga yaqin bo'lsin bo'pti. Rabia xonim hech qanday terrorist tizimida yo'q deb demiş. Deb qo'yib demiş. Shunga tashkilotlar qo'rqib ketmanglar. Biz bundan keyin xalqimiz, bizning xalqimiz nima uchun ajab berib qoldi degan unutib qolmanglar. Har qanday tashkilotlar bizning xalqimiz ajab berib qolganligi uchun bizning xalqimiz oshundaq yerga ikki xil ediydi ketdi. Birisi vatan deb ketdi. Vatanim uchun bir ish qilib qolaman mekin deb ketdi. Ash o'lganlarning orasida ashlar bor. Yana birisi men zali o'zim nim bo'lsam mayli deb har qanday yo'llar bilan ketdi. Shunga hozir bundan burunqi ayblashlarni qo'yaydi. Maqildi degan qo'yib mushlarni qutuldirib olsa hammasi o'z tarix o'zlik yo'lda izilib ketadi. Allah razı olsun, rahmet. Ben sizden ait ilişki bir sual sorayım en ahırda. Bunun kıskarak bir cevap verse. Onundaki ben yanmışım münasebetlik. Ali Ekber Damoğlu'm, İbrahim Damoğlu'mla telefon kılma. Eğer hem de biz tarihten bir kaç ketim setildik. Biz çoğu oğandan ki mesela Orta Asya vakası yüzbeydi. Çetelde. Onundaki Afganistan vakası yüzbeydi. Bu da hem de Suriye vakası degandek buluyordu. Müşahede müştak meyli bir kısım kişiler yoki istihbaratlar yoki devletlarning o'yiniga bizni keltirib oyog'ida bular egonmay navoda xudoyim saqlasin ashunda qarindoshlarimiz bilmay o'yinga kelib ketib nim qilgan qarindoshlarni qutuldiramay qolib qolsak shularninki buningda mas'uliyati qanchalik shunga bir javob berib qo'ysin. Shu davlat shu shaklsiz davlatlarning o'yiniga degan gapni hozir bu yerda qilishmaydi. Shunday. Belki devletlerin oyunu mu ketmegen, biz kerse Xitay'ın özünün oyunu kettik. Başka devletin oyunu ketmedik. Biz dostluğu köpeytip düşmanı azaltışımız gerek. Her kandak yerde özümüzün qarindoshlarimiz en köp turvatkan devletlerde biz o devletin menfaatini qo'llashimiz gerek. Mayli Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya ve Avrupa, Amerika bo'lsin. Bizning qarindoshlarimiz en köp turvatkan joylarda bizning ikkinchi vatanimiz sifatida şu devletin menfaatini qo'llashimiz gerek. Qalaygan devletlerini ishlab topmasligimiz gerek. Bu gapim. İkinci, biz bu qarindoshlarimizni ochiqimiz dedik. Ochiq olaydiganga yo'l mansak, iqtisodiy jihatdan agar yordam qilganlar bo'lsa, bular chog'liq odamga hammasi yutkirib chiqib ketalaydi. Shu oq yo'l, qora yo'lning hammasini mansak bo'ladi. Siyosiy yo'l bilan nersiga men javob berdim yo'q. Allah razı olsun. Bo'ladi, rahmat sizlarga, sizni aldirachilik yana var qilgan bo'ldim. İnşallah aldığımız kelgusi zamonlarda shu ta'qib qilib shu qarindoshlarimizni qanday qutulib chiqish masalalari ilm xizmat qilyaptilar. Buning demakki ham bu to'g'risida jiddiy bir ahvol bo'lib qolsa, yana ekranda xalqimizga so'zlari bilan ma'lumot qilishni o'ylaymiz. Rahmat sizlarga. Allah rahmat. Allah razı olsun. Aziz muhtaram qarindoshlar, birazdan oldida bir qancha minutlik ovozimiz chiqmay qoldi. Texnik sebepten xatolik o'tkazibdik. U yerda Rabia xonim bütün ishlarni yig'ishtirib, burunqi ketgan, mangan, tug'an, o'lvatgan, bu yo'lga solgan deganlarni nim qilmay, biz buningdan keyingi oldimizdagi yo'l qarayli degan so'zni qilganda, u so'z nimaniki ovoz etilib qolib chiqmay qoldi. Uning oldidagi hemşehrimiz bo'lsa, shu yerda gunohsiz shaklda asirga tushgan bir qancha farzandniki onasi bo'lgan, hozir shu yerda qo'rqinch ichida Xitoyga yo'l silib o'tami deb
qiynalib turgan hemşerimizin avazını anladığınlar naq meydandan ularning avazını sizlarga anlatgan bo'ldik. Undan keyin Rabia xonimga telefon qilib bularni qanday qutuldirish masalasida telefon qildik va xonimning so'zlarini o'zinglar anglab chiqqan bo'ldinglar. Endi men bu masalada Turkiya davlati bilan deyishayotgan necha vaqtdan beri ko'rishib turyapmiz shu asrlarning masalasida deyishayotgan shaxs Seyit Tunturk Efendi'ye telefon qilaman. Endi buni ma'rif tashkilotidagilarni xizmat qilayotganligi aniq deb o'ylayman va ulamolar jamiyati tashkilotimi bunga xizmat qilyapti deb o'ylayman, chunki ular millatningki xizmatchilari. Ammo ma'lum shaxslar WhatsApp to'plarida, Facebooklarda bu tashkilotlarni jiddiy qoralaydigan so'zlarni qilibdi. Buning asosi yo'q. Ammo tashkilotlarimizni bunga qistaymiz. Ya'ni bunga dalolat qilamiz, uxlab qolmaslikqa, aqlli bo'lishga, diqqat qilishga chaqiramiz. Nima uchun biz bir shaxs so'lab turib, nima uchun ularni chaqiramiz deganda ayni vaqtidami ma'lum qarindoshlar shu tashkilotlar bor turib, masalan Kanadadan 111 nima Taylanddan 111 nafar qarindoshimizni uchib ketishidimi tashkilotlar bordi, rahbarlar bordi, ammo uchib ketib qoldi. Biz u yerda qutqizolmay qoldik. Buningdan keyin zinnat qilib tursinmi shunday bo'ldi. Buningdan keyin tashkilotlar jiddiy qarasin uchun ularga taklif beramiz. Da'vat qilamiz, fikrlarga chaqiramiz, deyishimiz, hargizmi ularni qarg'ularcha haqoratlab, "Voy tashkilotlar sizlar nima ish qildinglar? Ha, bo'ldim mana Xitoyga ketibdi mana" deb butun gunohni tashkilotning rahbarining ustiga atishimiz bu to'g'ri emas qarindoshlar. Ammo ularga fikr berishimiz, ularni da'vat qilishimiz, ularni tanqidlashimiz, ular obzor e'lon qilishimiz, ilmiy shaklda munozaraga chaqirishimiz bu bizning tabiiy haqqimiz, bu bizningki islomimiz, bu bizning ya'ni insoniy huquqimiz. Shuning uchun tashkilotlar va rahbarlar buni to'g'ri tushunsa bo'ldi. Ammo bir qancha tashkilotlar bunga endi rad qildi. Men telefon qildim ba'zi tashkilot rahbarlariga. Telefonga chiqishni xohlamadi, bu programma qatnashishni xohlamadi. Abay Rabia xonim degandek ma'lum tashkilotlar o'zini saqlashi mumkin. Buning uchun men ularga cho'qim telefonga chiqishim kerak bo'ldi. Men faqat telefonga chiqqanlarni biz bu yerda ziyorat qilamiz. Uning uchun cho'qim ma'lum shaxslarni ikkiramga chiqqan vaqtimizda bu odam buning odami ekan yoki ma tashkilotning odami ekan yoki ma yana odami ekan deb bunday nadonlarcha fikrda bo'lmanglar. Studiyamiz kim? Biz bütün tashkilotga, bütün rahbarlarga telefon qilamiz. Ular chiqib so'zlashni xohlasa, biz ma'qul deymiz. So'zlashni xohlamasa, majburlaydigan huquqimiz yo'q. Unday kuchimiz yo'q, ammo yana chiqqanlarni bugun bu ikkiramga keldik. Men hozir Seyit Tunturk Efendi'ninki telefon qilaman. Bugun mehmonim bor ketishda deganda qilayotganda. Shuna bo'lsin inshaalloh uni qilsa. Turkiya hukumati bilan bu asrlar to'g'risida nima deyishayotganligini so'rayman. Aziz do'stlar, hem bahrilash ko'nikmasini besib qo'ysanglar, haqsiz. İnşallah ecr alıslar, texim köp Uyghur qarindoshlarimiz anglaydi, texim köp jamoat fikri tashkillab shu yerdagi gunohsiz bolalarni, hemşerilarni qutuldirishga sabab bo'lamiz bir tal ko'nikka qilib. Buning uchun ham bahrilash ko'nikmasini besib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Telefon nomada men shuna bo'lsinmi? Birozdan keyin arayman, ammo hozir Ali Ekber Damollam bu ishning asosiy shaxsiyatlardan birisi. Buningki iqtisodiy ahvollarni o'zining qilib kelyapti. Bularni chiqish uchun juda yordamchi bo'lyapti. Bu kishini olib boqay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday Alhamdulillah, men hozir naq maydondan aradim sizlarni. Butun hozir Facebook bilan nimada YouTube'da 150 yaqin qarindoshimiz ko'ryapti. Naq maydondan. Shu asrlar to'g'risida Hazreti Rabia xonimning fikrini oldik. Sizlarni bunga jiddiy xizmat qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aytamiz studiyo nomimizda. Buning ahvoli qanday ketyapti? Buni oshkorlashga tegishli tarafini qarindoshlarimizga naq maydondan bir anlatib beramiz. Mayli. Buni da hamma qarindoshlarimizni ko'p qilsa bilgandek, Ramazonning oldida shu hemşerilerimizden qutuluş yakada olan ehvalı kartta yerden beriş üçün iqtisadi yerden toplaş çakırıqı qılgan. Ramazan işide Allah'a şükürü, ağır sürü köptür.
minnet yığılgan oldu. Yani biz hazır Ramazanlık yani Roza Eğitlik de hazır köprü minnet küçük belgen bulduk. Roza Eğitliğine ötküzülüş için. Ama asaslıkı olanın şehrin noktaları çıkı yardımcı olsak da şu cihette izleniyordunuz. İşteki ve sırttaki bir kısım karandaşlarımızın ki fikirlerini anlattığımız tezrak olsa da demiş bazı kıpılanmaydı diyendek. Ama bu onda adi MS kırmızı ıklamak doğrulukla yaşamaz. Bu biri yeni biri. Bizimki Uygurlarımızdan işleden bazı Uygurlar hususi bizimki Uygurluğuna ya yurtluğuna açıkış münasebeti olan hele ağırlıklı tutkan adamının ki bahası biraz düşüp kalmak. Yani hazır şu 13.000 dolar diyen gap oturdu. Biz oylayımız izleni vatkanımız aşını bir bıçak kısadaki 3 ayının aldıdaki bahaga bir şugul olsa 8-9 bin koy 10 bin koy diyende dolar hem de. Bir tükna çıkıp kaya gibi 5 dolar olsa ki diyen asasta şu cihette izlenip turatımız Allah nasip etse inşallah aslında buraya yakışı yol tapalı bir şeycilik yolunun amal olup kalsa şu bu işe hareket kılmak için eğer onda yol tapamayı kalsa yanım ve uzarıp gezdiğinde olup kalsa baha bu işe kolumuzun kergenini kılımızda vatımız hazır kahval. Yani Allah razı olsun. Bunun kıyınçılık tuğduravatkallar mı var mı? Meyli teşkilat. Elbette. Bunun kılıçtan birinci Xitay'ın ki nahayet açık egeldeki şuşkallıkı onun ki erkaysi yerlerde turuvatkan Xitay'a işleydiğen insanların ve ondan başka belki de biz bilmeyimiz dava sepedeki adamın ki baş tuturatkan adamın haber olması mümkün belki ama bazı kişilerin kolluk uçları buluşu mümkün. Her cihetten bizge ait egri derecede bizce bir toşkulluk kılıvatıdı, zarbe bir vatıdı yani muşu işten çekindürügüle gayret kılıvatıdı bazı insanlar. Ama muşu bana söylenen de buymen ki meyli bu iş olsun, meyli kanda iş olsun, kanda bir şirket Türkistanlık ya ki de bir siyasi faaliyetçi ya ki bir teşkilat ünlü bir iş kılımız diyen ama bu Xitay'ın müdahale kuturaydıqanlıqı, münafıqının kuturaydıqanlıqı, bazı esas kolunun şahsiyetçilerinin ki bunun çıdımay bazı gayri hareketlerine kılıdıqanlıqı şu kişinin ya şu teşkilatını ziriktirmek şoğluduğanlıqı ine. Ama biz bu davanın ki takazzası olan bazı bir şirketler, hizmetlerin mümkün emes çekinmeyimiz hatta baş dolak makamayımız. Bunun da tehmi mezbut halette, tehmi güçlü halette, tehmi aktif halette devamlaşımız. Bu toşkulluklarının buluvatkallık rast, lakin o bizge tesir göstermeydi ama yardım kılmakçı olan bir kısım karandaşlarımızga nispeten tesir göstermesi mümkün. Onun için karandaşlarımızga deyimiz, kanda sualı olsa, kalışını ötmeyi kağayırı olsa bizden sorusu buludu. Bir vasıta biz mevcut bağ adam. Mevcut bağ adam bilen, eşkar adam bilen, eşkar boğma atkan adamının farkını alışını karandaşlarımızga tavsiye kılımın. Bizden sorusu buludu. Mesela sorusu buludu, fikirdeki bosu besi buludu. Bir neç gündün beri mesela sizin üstlerden Facebook'ta hakaretlep söz taqıtıvatqanlı ba. Endi abaysıl degендek bu Xitayning oyunu Xitayninki sizga bo'lgan hujum bo'lishi mumkin, ama bununla iliqi o kishi mavhum, surtimi yo'q, ismimi yo'q odamlar ashtaq yozsa, bununla ha deydigan odamlar chiqyotadi. Bununga nisbatan qanday tushunishimiz lozim? Bunu biz bıçak kısmı davatımız biri akli cihetten, ilmi cihetten, safa cihetten kön boğan insanlar belki bizde könmeydiğin insanlar aşılanın ki ayından ismi inek emez, yüzü inek bulmuş ama şu ismi inek emez adam bilen oturdu inek bağ adamının farkını aranmaydıgan bazı karandaşlarımız onların da bir Hüseyin'e vatkan ehvallı mı var? Bunundan başka bizimki hususen benim muşu siyasi sahada, dini sahada boğallıkımdan bir aram bulduğun insanlığımı var.
o'tirg'a chiqib bizning kelimizni gap qilishlari bir fursat bo'lib berdi. Ammo ularga tavsiyamiz boy degandek birinchi o'tirda iniq va amaliy adam bilan o'tirdi yo'q telefon asli ağlamaydigan ismini emas, nerede ekanligini emas, kimligini qo'ymagan odamning farqini arag'uchilik bir seviye olsun adam deganda. Bunu qarindoshlarımga tavsiya qilaman. Peygamber sallallohu alayhi vasallam'ninki bir hadis var. Kafa bil mar'i ay yuhaddisa kullama deydigan. Anlagan narsaning hammani davirish, qiyliqalning hammani davirish, onun yolg'onchiligiga yetarlik deydigan. Şuna bu ko'chadagi gapning hammasi gap emas. Onun uchun ishning jarayonini bilmaydigan qarindoshlarimiz olsa bizning so'si bo'ladi. Ammo o Xitoyninki o bizning kelime hesap qo'ygan kulangilarininki gap bilan tashvishga tushmasligini tavsiya qilamiz. Hemşirelerge yordam qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, onda bir 4-5 tal sanab ekerse 5 tal ya 6 tal çıkıdı bunda insanlar. 5 tal çıkan olsa belki 5 hesap açkan işte ya 3 insan tutulur. Mesela. Ama bunda 4-5 tal insanınki bazı takıda otkan dinleri sebeplik yerden kamak soğan iddiasını yanmasın, çekinmesin. Biz arkalık kılışa kalırsa biz arkalık kılsın. Başka bir şeycilik kişi arkalık kılışa kalırsa onun arkalık kılsın. Halis yüzü bir hasta kılsın. Ama mandak tiki yok, asası yok. Mandak pistilere ergişip yani bunu işinip kılmak soğan yardımına toktup koymasın karındaşlarımız. Biraz teşgür olaydı, biraz hassas olaydı, akıllı kırak olaydı diye ne tavsiye kıldım. Allah razı olsun. Bu doğrusu hükümet bilen görüşüp bakalım Türkiye hükümeti bilen. Türkiye hükümeti bilen biz bultur görüşken bultur Ramazan'da tüm Türk azim bilen biz Ankara'da hükümetin nurgun orunları bilen parlament azaları, meclis azaları bilen görüşüp emniyet yapalım oturup koygan, nurgun taleplerini kılgan, egzaki taleplerini kıldık, yazımı sunduk, yazımı şekilde. Ama o da neticede o hükümet salahiyet bilen bu işine kırılıp olmaydıqanlıqını, hususan okuldan kelmeydiqanlıqını ifadeleyeninin yakkı. Ama biz başkaça izlendik. Yani hazır kulumuzun kegini kilidinin muşu okşaydı o, bunun çoğunu kılıdığın çakkı şey yakıdı, bunun mu yakşı yolda ekip boğuşa, muşu arkalık olsun bir yerden fıtrayla da bunu talap bu işe kulumuzun kegine hizmetini kılıdığımız. Allah razı olsun. Yani bunun keyinki endi hozir shu 3-4 kundan beri men bu jiddiy bir aloqada bo'lib turyotyman. Birazdan oldida shu hemşerilerden naq maydonda ularning ovozini anglatgan bo'ldim. Yani shu 3-4 kun ichida vaziyatning jiddiyligini da'vatidi. Belki 5-10 kun ichida jiddiy bir betaraf qilishlar bo'lishi mumkin da'vatidi. Unga men ishondim, yani ishondim deganim, yani tasdiqladim biroz mumkinchilik borligini. Yani bugungi xabarda shu Asad ninki mal mülklerinin to'ng'itib O'rta Sharq urushi, yani bo'lib Suriyadagi urushni to'xtatishni planlayotganligini Amerika o'tirib qo'yibdi. Bunda bo'lganda demakki o'sha asirlarni shu betaraf qiladi degan gap. Shuna bo'lganlik uchun u asirlarni tizimlab ba'zi shu hamma o'z davlatiga qaytarishlar deb ba'zi shu gunohsiz hemşeriler hatto butunlay gunohsiz farzandlarni shu davlatiga qaytaramiz, nima bo'lsam deb shu Xitoyga qaytarishniki gapi chiqib o'tibdi endi. Buni ham ciddi qarash uchun shu Uyg'urlarga, chet eldagi muhojirlarga qanday bir tashabbuslari, taklif fikrlari bo'lsin. Bu nayt yaxshi gap bo'ldi. Ashunda xatarni yo'qligi olmaydi. O'shuning qo'lda bo'lgan ekan, Xitoy bilan o'xshash bir toifa kesib qilib bo'lmagan taqdirda ayda ketdi degan bo'lmasmi? Ayda bo'lib qilish ehtimolligi xavfi mavjud, har vaqt mavjud. Bunun için aşırıda xavf oturuğa çıkıp olgan çağda biz haqqan çıkıp mı qıp olmaydı, ülgüp olmaydı. Bunun için muşunda fırsatta halkımız, qarindoshlarimiz bir aktif faoliyatga o'tib, biz uncha az emas. O'rta Osiyodagi boshqa umumiy Uyg'urlarni sanasak 2-3 milyon davatimiz mesela. Munchalar Uyg'ur bo'lgan ekanmiz, musulmonlar bo'lgan ekanmiz. Bir g'ayrat qilib, iqtisod bilan qig'ila bulash imkoniyati bo'lganlikdan foydalanishni, bunun kuch chiqarishni sal qaramay qo'limizdan kelganicha tez fursatda qanchalikni bir şeyden, qanchalikni chiqib olishiga yordam qila olgudek qilib qolsak, shunchalik bo'lsa bir qilib olishimizdan keyin oqladib qoladigan bir
Aqallıqra şu oğanam lekinde Xitaydan çıqrab ketadiganligi rost. Yine bir bazı teşkilat rahbarlari bizninki qo'llovchilari bunda ishlaga pulgaşanlık qiladigan namunasib gaplarni qilganligini bilib qolsa, buningga nasihat qilishini Xitoyninki nimalarga, jasuslarga agishib ketmaslik kerak bo'lmasa, ularninki asossiz gaplarga, fitnalarga nima sabab deb emaslik haqida atrofidagi odamlarga nasihat qilishini, tavsiya qilishini qarindoshlarimizni umid qilaman. Hammamiz bir harakat qilaylik. Mushu fursatda, mushu bosh fursatda yine bir ayda xatar zadi o'tirib chiqmoqcha Alloh saqlasin. Chiqmoqcha biz qo'limizdan kelgan bir xizmatni qilib olaylik deganni tavsiya qilaman. Allah razı olsun. En ahırda kısa bir sual sorayım ben. Yani bazı sizde Orta Asya'da 1,5 milyon Uygur bağ dep davatlar, chet elda bağ dep 100 ming Uygur degandek. Mushu esirlerinin kapılığı yani ularni qaytarib o'timiz degan gap chiqib, ba'zi rasmiy DNA'larni ilib tizimlab qilibdi hammani. Bu isbot bilan xabardor bo'ldik. Mushu vaqtda bu qarindoshlarimiz herhalde bu vatanning ismini Uyg'uriston qo'yamdik, Sharq Turkiston qo'yamdik degan jidalni qilib o'tirmish bijetdan yog'i. Endi buningga yana bilmaganlar aralashib bu bozorni qizitib berib o'tadi. Bu musulmondachilikda bizning dinimizda birisi o'lib olsa, birisi vayron bo'lib bu jaboni chekib olsa, biz boshqa bir gapni qilishimiz, boshqa bir tabliğni qilishimiz, boshqa bir tadqiqotni qilishimiz, boshqa bir narsaning gapini qilishimiz bu buningki gunohining qanchalikligi to'g'risida mushunda bir javob berishni xohlaymiz. Xo'sh. Bu biz bu chaqishni deb keldik. Mayli davo siyosiy masalada olsun, mayli diniy masalada olsun. Bazı prensiplik masala var. Bu onun için oldu. Bazı tarmak koşumçu mesele var. Bu bunun için oldu. Ama bugünkü de bir vaziyette, devrede Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki o Kur'an-ı Kerim dese nurgun insanlarımızın beşağıyla kalmadık kaldı. Allah saklasın. O Kur'an-ı Kerim bizni başka eğer şu yol bu işi mağdurgan bulup kalsak, Kur'an-ı Kerim'den rast faydalanmaydigan bulup kalsak, Kur'an-ı Kerim'den faydalanmaydiganlardan bizni ilgili sürüdüğün bir kitap bu aslında. Onların aldığı ötküzüdüğün bir kitap. Düşüncelerde, tedbirlerde işe başlaşıldı. Demek şu Kur'an-ı Kerim ne deydi o da ise, sizler talaş tartış kılmanlar deydi. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا talaş tartış kılmanlar, uçap kalısılar, kuşçunlar kitip kalıdı. Bana, şunda bir yoluyorum. Talaş tartış kılmanlar. Neymiş ki talaş tartış kılmanlarıydı? Talaş tartış degen moşu neresi oturup çıkan ama kep çıkılan netice ne olursa acizleşiş. Bu Kur'an-ı Kerim'ninki göstermesi. Onun için kardeşlerim benim nayeti beşimde ağırlıktan mesele. Uyguristan, Türkistan meselesi. Bu bazı kardeşlerimizle ben telefon kırıp müşahede kardeşler kuda hakkında müşahede gibi gaplarını kamayı tutacak. Doğumumda düğüm geldi ama demek ki oğlanını başkası düşünüp kalıp yeni üstüne bir kanal ağırış, yeni bir ihtilaf ziddiyet çıkmasın diye de yakalanmadık. Ama o kardeşlerimizden demek ki oğlanını ben düşünüklük, takip kırıklık. Lakin hazırlıkta mesele birinci vatandaki tahrirsız mesele, ciddi mesele. Bunun takazası bizim bu gaplarını kıpırışımızda ümit kılmaydı, kalamaydı. Yeni bir mesele, biz hazır kötürevatqımız Şarkı Türkistan'ın bayrağı. Şarkı Türkistan da atılgan, kurulgan bir devletin bayrağı. Yani miyade bir xavf var, bir xatar var. Kattık tokunuşluk bir xatar var. Onu mu desek, hazır Uyguristan degen gapga ma'qul deymiz desek, bu ortaga çıkıp bir yerga bağandan keyin Bishkekda bağandan keyin hazır Uyguriston, Sharqiy Turkiston ixtilof qo'ydi. Men hozir masalan bu masala to'g'riliq so'ramayman sizdan. Bir jumla deb o'tay. Agar ozroq ilgarilagandan keyin Sharqiy Turkiston, Mao Sharqiy Turkistonning bayrog'i. Undan bo'lsa Uyguriston deb bir davlat qurilmadi bizda. Uyguriston deb bu davlatning ismi Uyguriston emas. Undan bo'lsa uning ayrim bir bayroq bo'lishi lozim degan bir gap chiqib qoldi bu yerda. Ertagün kopap bayroqni vini qilib hazırga kadar 70 yılına yakın çıkmagan ihtilaftan yeni bir neticesi doğrudan çıkıldı. Yeni gelip ma davanı nölgü kaytırı ötümüzü yeni isimden beni koysa kaldı devletke. Şunun için kardeşlerimizden bu meselede bir estağfurullah olsa ma ciddi meseleki ciddi gibi kalırsa kalan gelene kendi istek ma
bo'yicha bizga bu talash tortish hargiz yaxshilik ekanmaydi. Balki kuchlanishni emas, ojizlikni, mag'lubiyatni olib keladi. Buni bir tushunish kerak deganni tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga agar boshqa ketib qo'ydigan so'zlar bo'lib qolsa, oyog'ida olaman bo'lmasa, buni davomli bu xizmatni qilyaptilar. Allah razı olsun. Buning chunki bu oylik boshni qo'ltiq qisib qo'yib turib qilgan xizmat ekan. Nurg'un kishilarning beshini ichiga tiqib olganligini tushunib turyapmiz. Albatta tasodifan shu qarindoshlarimizga bir ziyon yetib qolib qolsa, shu beshini ichiga tiqib olganini chiqib medyada varang-churang qilib so'zlaydiganligini bilamiz. Chunki bu ish onun için biz bugün qattiq gap qilyapmiz. Ularga telefon qilib aralashinglar ishqa. Ba'zi fedakorlik qilishga to'g'ri keldi dedik. Biz ko'zimizni yumbilishni, ichimizga beshimizni tiqilishni, aqlliq bo'lishni o'yladik, ammo Allohdan qo'rqib, sizlardek qarindoshlarimizni, ustozlarni ikrom kelish orqali xalqqa shu asarlarni qutqizilish to'g'risida bir so'zlarni olgan bo'ldik. Rahmat o'zingizga. Allah razı olsun. Ahirde deydigan bir söz ham. Ebayma degan bizni chekintirmoqchi bo'lgan, xususan meni bu yo'ldan bunda mushu banani böyle vaqt qilib turib, mushu fursatdan foydalanib, hozirgacha xuddi mendan meni ayblashga, meni kendini pista qilishga fursat topolmagan o'xshash, fursat topolmagandek. Hozir buni bir fursat bilib, mana her şekilde gap so'zli bilan, tuhmatli bilan, har xil haqorat bilan binolarni yoptiryapti. Shularga deyman, mayli Xitoyning jasoslari bo'lsin, mayli aramizdagi aqlsizlik bo'lsin, xususan meni qanday gap bilan, hatto biz bundan keyin, ya'ni buningdan cho'roq ishtimini qilsak, hozirgidan cho'roq tuhmatlarni ochib chiqish mumkin. Onun tayyorligimiz var. Biz bu yo'lda davom, xususan men bu yo'lda mengu chekinmayman. Hatta davlat qurib bo'lgandan keyin chekinmayman. O'lguncha men bu yo'lda bor. Mening o psixikamni buzmas, bunda da'vatsak, binolarni yeziversak, binolarni to'qiversak, kamsitiraversak yoki haqoratlaversak, bir to'xtab qolamiki demaymiz. Üzülüştü kuchimiz ekan. Xitoyni bunda chekirtalibdik deb bilamiz uni. Yo'q. Bizning navbatımizdan Xitoy bir aram bo'libdi deb tushunamizki, xususan bu yo'ldan men asla to'xtamayman. Izchil manaman. Bu hozir qilayotgan, hemşireler uchun qilayotgan xizmat bir yo'g'on bir daraxtninki bir shexi, balki bir shaxsning bir yopirmiqining o'rniga keladigan bir ish. Uningdan boshqa nurg'un ishlarimiz var. Biz bu yolda izchilmamiz. Çünkü bu tavranmaymiz işimizde birinci Allah rızası için menvatımız, halkım dep menvatımız, vatanımız dep menvatımız, dinimiz dep menvatımız, erkizlik, müstakillik dep menvatımız. Bunda bir güzel, bunda bir işçil, doğru boğan bir gaydi menvatkan bir adam, bunda insanların ki 4-5 ağız gepi bilen, 4-5 ağız dostkulluk işi bilen bu yolda asla toxtab qalqan, ya çitkinlik qalqan iş bulmaydı o. Allah razı olsun. Takalayman yani. Rahmet. Cenab-ı Allah'ın adımıga tayinib turib, bu yolda menga davomli izchil eng kuchli şekilde menash qitirishman. Allah razı olsun. Rahmet o'zingizga. İnşallah Allah muvaffaq qilsin. Allah ashadagi asirlarni qutulib chiqishiga Allah nasib qilsin. Men ikramga bir oyatni yozdim. Uyg'urchasini desam, kimki bir inson naqsiz ravishda o'ldirsa, bismillahirrohmanirrohim. O bütün insanların öldürgenge o'xshash, kimki bir insonni o'limdan qutuldirib olsa, o bütün insanlarni qutuldirib olganga o'xshash deb Sura Maidaning 32-oyatini ikramga chiqarib qo'ydim. Ya'ni biz hozir o'lish oldida yoki Xitoyning o'lim bo'zg'iga ekitilish oldida turayotgan asirlarni qutqizilish uchun harakat qilyapmiz hammaylar. Sizlardek aktiv shaxslarningki shunga xizmat qilayotganlarni Alloh taolo inshaalloh bundan ko'p ajr berdi. Rahmat o'zlariga. Rahmat. Eğer şu esirlerin kurtuluşuna sebep olup kalsak inşallah bütün insanların kurtulduğuna okşaş bir eceliş Allah'ın nasip olsun. Rahmet. Elbette bu Allah'ın vaadisi, Allah'ın talimatı. Rahmet. Elbette. Allah razı olsun. Kardeşlerimizin cihette bizden yaratıklarından kollaşını ümit kılırız. Hakkımızda fitne kılışını onlara dua kılışını ümit kılırız. Allah razı olsun. Amin. Rahmet özlergemsin. Aziz muhterem qarindoshlar, bu hemşerilerni, yani şu günahsız eserlerini kurtuluş için hareket kılavatkan Ali Ekber Damollacı'nın sözünü aldığına ben yana bir qitim bu to'g'risida hukumat bilan ko'rishayotgan shaxs Seyitun Turk Efendiga yana bir telefon qilaman. İnşallah chiqib qolsa u kishining so'zini olmaymiz.
Seyit efendim mehminim var diyen idi. Yani kadındaşlar hata düşünmüş bulunsun. Sonra ben İbrahim Damollam'a bu doğrusunda hareket kılavatkan, esillen tutkusu için hareket kılavatkan İbrahim Damollam'a Kanada'daki telefon kalıp bu kişinin ben sözünü takayım. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Avazım çıkıvatam da. Avazdır var. Ben Nek Meydan'da uğravatım, avazlarından meyle anlap duruvatımız. Muş esirler doğrusuzluğundan fikirlerine hep bakaydıp vuruşum, yani bunun da yardımcı bulavatkallıklardan kavrımız bulavatıdı. Bu doğrusuzluğundan bir hemşehrilerimizin kayısı şekilde tutuldurup çıkımız, bunun kandak bir amalları buladı, şu doğruluk fikirlerine hep bakaydı. Allah razı olsun. Evet. Kıranlık varlık eskerdaşlar Allah'ın rahmet selam olsun. Allah'a, Allah'a. Hemen baştan takip kılıp gidiyorum ben. Bu mevzuda başta Rabia Kadir Hanım andan kalsa Ali Ekber Damollam Katarlık septaşlarımızın pişorlarımızın oturup olan fikirlerini anlatıp gidiyorum. Avazın var mı ya yok? Avazlar yaxşı gidiyordu da. Yaxşı avazlar yaxşı. Hazır bu bizimki yerde çıkımından artık kendisimiz soğuk çökeş aldı turvatılıp. Hem de ola hazır resmi muhtaç. Soğuk çökep ilk gelin çıkıp para ülep vitaminlikeye dağıtkan edem kolu bir tal patas uçuruşumu onunla esli da bir tal esip atkan küp uçuruşumu onun esli kiloda çıkılıp bir amanlık kılıp tutulması kiloda. Şuna avval şu ayal kardeşlerimiz degендek bekli vehme. Bizim hayatı hatırca emin devletlerde, herhalde okşamagan devletlerde erkin azat tuğan bilen onlarga 1 saat, 1 minut, 1 sekundның kanda ötüp atkanlığını aşırı yüz bildi. Ondan kalsa his kılganlar bildi. Şunlaşka bugün bir insan insanlık vicdanı sağlam bolsa bir tal derek yoki bir tal çiçek yoki bir tal gülgiye bir paklan yoki echki terbidan desi yutilsa yoki uni paletga shu yutilsa bir inson bo'lish sütümüz bilan vicdanımız urg'iydi, ajab bir ish oldu deymiz. Bugün ayada nabut bulaş aldı turvatkallar. Ulanın psikolojisi yaptı, evalım bozuldu. Çünkü yarıyanda büyük bir millet, büyük bir toprak, okşamaydıgan her yıl maddi ve manevi cihetteki sıkıntılardan ütüvadı demdi. Muşunda şaraitta buluğa nispeten bizim bir vicdanımız uygak olsa biraz kopuşumuz lazım. Kolumuzdan gelişçe hareket kılışımız lazım. Bu hareket kılış degenimizde ulanın avazı mı geldi? Birden bir kolumuzdan geldiğini evimizge malum çıkışın ceryanında Amerika'da imzalanan kanun güçke ege. Evvel Allah ondan kalsa şu kanun inşallah bizim aşağıdaki esirlerimizge mi bir faydasıydı da karayman. Ağırlaş Amerika turatan siyasi rehberlerimiz devamlı Amerika parlamentosuna görüşüp aşağıdaki Taşkı İşler Ministri, İçki İşler Ministri, siyasilerle görüşüp devamlı değişi. Bu biz için mühim. Çünkü yani hiçkimin ademde hazır bir devlet mi plakırı kısat arkalık bulan nesemez. Bir aile için 12 bin 10 bin dolar pul talep kılsa o pulunu verdiğinde ki metefe o kaçak meselelerin ait eğer korkunçlu beylerine sağ selamet kaçak arkalık o askerinin koldan tutuzu enen deyikin Palampistan yerliğe ekilip enen deyikin Türkiye İstanbul'a eklemek mi hem de çıkılıp şu bir ayağına hamile bulup 9 ay kursak götürüp enen deyikin tolak yap tukunadan okşaş desek mi olacak enen de üstürek binası. Ki
Şunlaşka bu mevzuda en rol oynayacaklar yanılan siyasi erbaplar. Amerika başçılığında, Avrupa başçılığında. Yani turvatkan devletlerdeki muşu küvel bulvatkan kayındaşlarımızın hemisi siyasi tarafını çim tutup siyasi rollarını oynasa bu biz için hem asan buludu hem galiblik buludu dep oylama. Bu bir yurt çok ama. Hem nöbette İkinci Türkiye'deki kayındaşlarımızın Türkiye devletinin rolü pek mühim. Aşağı turvatkan kayındaşlarımız hep tayına sili ya vatanını gitsle vatanı ne? Bizim vatanımız Türkistan. Ya olmasa ikinci bir devlet gitsle. İkinci bir devlet digini ya Türkiye ya Kanada ya Amerika depti. Hem de ola mülteci boğalmak için şunu mültecilikni şu devlet kubul kılsa aynadık ikidirken. Yani köpekçiler Türkiye'nin yazıtayına, Türkiye'nin yakşı görülen boğalmak için Amerika'nın yazgalı vakin, Kanada'nın yazgalı vakin. Bu mevzuda yanılan şu siyasi rehberlerimiz çok güçlü lazım. Ondan kalsa hem de kaçak yollardan ekberden mollama dedi, başkalarına dedi. Hem de 4-5 günden bu yan muş kevanı anıgan deyinken hem de onun sahnin depo olamaydı bir kança kısım kişiler, kayındaşlarımız aşağıdan kutulup yol seferede kitvalda dua kılışını sorayımız. Allah Teala selamet menzili yetkini nisip olsun. Amin. Şuna ikinci mesleke baktığımızda bu şu bayrağının, fulvalarının, sadıvalarının zimmisi yüklendirilen alımlarının, siyalilerinin zimmisi yüklendirilen bir ehval bu kaldı. Hem de Allah saklasın yani desek yani şu aşağıda aşular Kovul kitka skandal oldu. Kayıtırlı kitka skandal oldu. Hem de çıkardı ben dedim bir tal çiçek, bir tal giya, bir tal dere. Bir yetim oğlak tarafından ya koz tarafından biçet kılınsa elbette edemden iş ağrıydı. Ula derek emez, ula giya emez. Bir insan, kimin edemden meselesi, onun küpensi 30% ayal, 70% küçük bala. Ula da günah yok. Ula insan, ula anda belki hata etken bolsunma, ya selçuk etken bolsunma, ya anda yamanda bir tasavvur fikir hata. Hata tasavvur, hata fikrinin kurbanı bolan bolsunma, bugün küpençiler olanın 80%'e 90% degende tövbe kılıp acaba bir tükenmez degen dersi turvatıdır. Şunlaşka bugün günde dükünü ağan bayla, fulvala onda kılmaslık gerek. Hem de aşunun ağaç olup karışımı mümkün, aşu anısı olup karışımı mümkün, kızı olup karışımı mümkün. Hem bize vatandaki kayındaşlarımızı, kızlarımızı, ayal bacaklarımızı kızanmamak demez. Bu şimdi şirayette hem bizim uykumuzun rahat dikilişi, bunun kılışımız edenin perişan kılan mesele. Ama demek ki güpeciler sıkılmadı da, belki kalbide bağ, vicdanı urbatı da, jürkide bağ, nimiz kılışını bilenmeyat da. Ama bilenmeyattan olsa, nöbette ismi atılgan insanlar ile küresson, ular ile diyalog kılsın, münasebet kılsın, hiç bulmagan çağda şularga bir ilham versin, korkatmasın, turvatkan devletlerden, turvatkan devletlik siyasetlerden korkatmasın. Veya hazır yukarıda Rabia Kadir Khan'ın anımızda bütek etti. Amerika 2500 insanla 45 gün ceryanında Gantanam aşınımı ekip olan Kuba'ga, Afganistan'ın öz vaxtıda ekip olanlar için giymiş kitabını bizden kendisimiz vardı. Şu anda Amerika ular günahsız deyip çırayla ularga tefe aşağıda zamanet verip büyük devletlerle uğraştırdı. Hem de ağlı ayal. Erler ketti nimburişte katinazer ulan bizim Allah'a havalıklığınız. Ama bula ayal işbal boğalık için hem de mağalığa nispeten her bir vicdan yüksen. Her bir insanlık, ademilik boğan bir insan, ademilik insanlık duygusu boğan bir insan bu nispeten kopuşup kuvvet lazım bula dep qarayman. Allah razı olsun. Yani bu cihette bizlerge mojik nima keldi? Bu qo'rqitib ularni terrorchi deb yoki u bu deb shunday kayfiyatlarmi bor, ammo endi ularninki gunohsizligi aniq bu yerda Allohdan qo'rqish to'g'ri kelsa, agar bir inson odil bo'lsa, ular gunohsiz deb qarayman shaxsan men. Chunki ba'zilari yo'ldoshining nimasi bilan, ba'zilari ozdirishi bilan, ba'zilari bilmasdan, ba'zilar endi xonim hech qanday bir davlat yoki istixborot nimalari yo'lga ularga bunday nima qilib bermadi deydi.
Şahsen meniki nimemde bazı devletlerning bunun qo'li bor. Xonim degandek dunyo terrorizmining qurboni va Xitoy terrorizmining qurboni bo'lib ketganligimiz aniq bu yerda mening shaxsiy fikrim. Bular endi mushta qo'rqitib bu masalani yipib navad ular ziyo yetib qolib qolsa, pokkada ularni qaytarib kelib qolsa, ayni vaqtida Taylanddan 110 nafar qarindishimizni aeroplandan bir necha qilib ketgan. Endi hozir mana bir hamshirimizningki abayqi gibidan qargan vaqtida Roj Muhayyam, Suriyaning Roj Muhayyam degan yerdan bir qancha oilani ketganligi %100 aniqkan, isboti borkan, u yerda kelmaylan guvohkan va O'zbekistonga qaytarilgan hemşehrimiz, yani Uygur'a tekken hemşehrimizningki deyişçe onun yo'lishini kitibdi ve Xitoylar so'rab qilibdi, uni hemşehrimizdan va Xitoyga akitimizlab Xitoyga akitibdi. Necha damni uni o'z og'zi bilan hozir deb berdi programmamizning beshida. Yani mushundaq bir şekilde bir akitib qolib qolsa, o vaqtida chiqib bizningki sukut qilib olganlar yoki qo'rqatganlar ularni u bu deb qalpoq kiygizib qarab turganlar qahramonlik jiq chiqitishi mumkin. Onu biz tarixte bir qancha qitim yaşadık, zinnet kültürüsü vakasında yaşadık, Orta Asya vakasında beşimizin ötde. Onun için bu qitim sizlerdek ustazlar, sizlerdek kişilerin ki bunu yol menip takımı yaxşı bir hizmet kılıp bulan kurtulduruluşunu şahsen emmeyle ümit kılımız. Allah sizden razı olsun. En ahırda bir bu qarindoshlarimiz qanday murojaatlar bor, ularni qutuldirib chiqish uchun nima deylar bu diasporadagi jamiyatdagi Uyg'urlarga shu so'zlarni Yukarıda birincisini dedim, ikincisi şu herhalde şu karayollar nispeten mi varlık müracaat kendaşlar terep taraftan çıkıştın kılıç lazım. Şununla bir giymesen bulmayacağım bir mesele var bu yerde. Kendaşlar, hayali kendaşlarımız ben yukarıda dedim. Bu en gerek yapıda ayarlar. Çıkacağız yerinde gerek yapıda hazır enimizi korkunuş ve malda turvadı da. Bu hazır esiraldığın nimos esiraldı. Sonra eğer bazı kendaşlarımızın ayal ihtiyacı baklası toyulduğun ehvallah baklasını mesleği değil. Bu şu 60 ki çekyelde kendaşlarımız toyuğa ihtiyacı var, kendaşlarımız olsa aşağıda biradın ben falan mesela toyuğa ihtiyacım var. Ben şunu elip çıkımen deyse şunun niye hakkında elip çıkışı şunu günde hareket kılan olsa hep oylayma hazır ben. Allah razı olsun. Nayet yaxşı fikir. Bunu aşağıdan sorsanız 80%'de aşağı kısıkken değil aşağı yallamış hatta. Çünkü onun esli olduğuna neresi yok. Şuna. Bunların telefonları bağdırı, internetleri bağdırı. Mesela bazı Arap, Facebook, bazı Araplarla uçur konuşuyor, bazı Türklerle uçur konuşuyor, bazı Kurtlarla uçur konuşuyor. Ama yok. Bir gep kasıkken bana dedi de ola. Birinci kete nimesine falan yerde. Ben müşahedin kutuluşunu halayım ben. Beni kutuldurgan edem var mı? Beni kutuldurgan bir küçük var mı devam ediyorlar. Bu biz için ayıp demez mazı. Şundak. Bu Türklerde mi öyle ki deryaga tushgan yılanga esladi degan bir maqal temsili borken o deryada çöküp ketayotgan kishilar ular. Yani ölüm xavfi borda, onun uchun yılan kelamdi, paq kelamdi, timsoh kelamdi, jinasining qo'rqiga eslashga majbur bo'lib qoladi deganlar to'p-to'p. Şu bulup mu elke pulva edemler uyan karmay. Meyl eli ekber damallah meyl başkalar karmasın yüzü mü? Mesela yüzü askerlik kısın halımız yolmaya baksan yolcu. Bu Türkiye degende bulmaydı aş yok. Aşkın Abbağalı var aş öz vaxtıda. Ay Abbağ'a yol hazır ilham var. Kanda Abbağ'dan boz şunda ekleriydi ola. Şuna hayat deke. Doğru. Şuralardan alatmış lazım emmize. Eğer bu atletlerimiz, aşkar oplarımız ise takbi bir şekilde kılsın. Mamsun olmuyor yollarını. Ya nayet yeni bir fikir oturup koylamış. Öğlende kalla her günün neçisi xat yazıdı bizlege ama bir öğlensek oldu yaxşırak xotun tapsak oldu dep yaxşı ayallı bağmana inşallah. Andan kızı işi sabah buludu. Buraya esrini kutkazgan buludu. İkincisi yüzün ailesini bir kandıran buludu. Şundak. Kur'an-ı Kerim'de esrini kutkuzuş, kulu azat kılıç degan nayet çoğun bir sevap.
bizning dinimizdagi eng burun tugatgan masalalardan birisi qul ozod qilish. Ayni vaqtda payg'ambarimiz har bir kaporatliga qul ozod qilgin deb turadi. Mana oldimizda vatanni qutqizma, yenimizdikini bir qutqizayli. Yenimizdagi Uyg'urni qutqizayli, biz vatandikini uning davosini bekjiq qilib ketdik, varang-churang qilib, Sharq Turkistonni qutqizdik. Uyg'uriston quramdiq, Sharq Turkiston quramdiq deb quruq gap, yolg'on gaplarni, bizni bo'ladigan gaplarni, yangi fitna fasodlarni o'ttirib chiqarmay, mana bu yerda 1500 ga yaqin qul bor ekan, ya'ni qul deb qaraydigan hozir nurg'unlarni setib tutdim. Mana bugungi nimaninki hemşehrimizning deyishicha, men ba'zan gaplarini yandan qisib etdim, chunki bexatarlik uchun. Shu shiyalarga setayotganlar bor ekan, PKK setayotganlar bor ekan, qaysi shaklda setaydi desam, quldeklar kelib setaydi ekan. Mana qul deblar, shu qulluq jamiyatdagi bir qulni setayotgandek setaydi ekan. Biz ma chet eldagi varang-churang qilayotgan, bugun sizning xabarlar va WhatsApp to'plarida, Facebook'da vang so'zlayotgan, men hayron qolaman, qandaq zihindo, qandaq vaqtda deyman. Shu soatlar so'zlayotganlar ba'zi men anglamayman-da, ammo shu qarasam to'shab ketadi WhatsApp to'plari. Nima uchun ashadagi bir hemşehrimizni, bir farzandimizni qutqizib olayli deb, shuning yo'l mangmaymish, soatlarcha fitnasini qilib o'ltirdiganda deb, men haqiqatan ba'zida nihoyatda buningdan ranjib qolaman o'zim. Yana bu qul ozod qilishningki afzalligini xalqimiz diniy tarafdan bilish kerak. Bular yoshlar inshaalloh o'ylandiganlar ashaddan qutqizib chiqib ola olsa yaxshi bo'ladi deb qo'yaman. Oxirida boshqa deb qo'yadigan so'zlar bormi? Ayada satkanning gibi oldu. Hoş. Ayallarının nurgullarını, kayralarını koya, yaşlarını payışkanlık setvetkeninin havalıma bak. Ben bana. Hem de ağaçlığında onda ise köpekçiler dedi, onu bize bağın mı uyaga? Üz bağın, o bu dediğin aşında kayralarını çıkış mümkün. Ama yüz bağımgan ola, Rabia Kadir Hanım diyendek, nimi bo'lgan bo'lsa, u Xitoyning jinoyati. Ularda hech qanday gunoh yo'q. Xitoy Beijingda turib, Malayziya, Tayland orqali o'lni hech kimga uchrashtirmay, falon ustodim bilan kurashmaysan, Ma'rif bilan kurashmaysan, Abduqodir Yapchan bilan kurashmaysan, Abdulhakim Naqsim bilan kurashmaysan, Kanadadan kelgan yumshoq yiqilgan İbrahim'de bir so'z, uni bilan İbrahim Kanadada bir so'z, uni bilan kurashmaysan deb aşağıdan ekleyen bir de İstanbul'da 3-4 gün öğüdün talağa çıkartamayla apırıp aşağıda cennetten adresi asıldı, cennet aşağıda, öğürleyin aşağıda deyip aşağıda appagan, gözünü açmay appagan kızallahu onun köpünçilere. Aşağı bağandaki nurgulur toykunmagan, aşağı bağandaki en öndeki mecburi bıs-bıslık nikah kılıqlık olma. Bu şimdi şeraitte oluyor, hiç neresini bilmegendeki en öndeki çoğunlarına bıçak ağrı, kişilerine ayında payışkanlık sepetke Allah'ım var. Muşunda şeraitte şuna hemimiz biraz uykumuzu açıp mesleği gelgen çağda yüzümüzden vicdanı ile mamur tutmamız lazım. Allah razı olsun. Sizinki fikirlerini, bu cihat fikirlerini aldık ve yeni fikir şu öğlendiğin, toy kıldığı yaşlarının başladın. Köpüncüsü şu 20 yaş, 18 yaş, 25 yaş, iş bikesi 30 yaş Katar'daki şu acı sınırlarımız, bizim kızlarımız, sınırlarımızken inşallah bu yaşlarımız şu yerdekilen şahsi öz yolmansın buludu veya ki aşılan yol sağallığını bilen küreşsin buludu İstanbul'da 8-10'dan bakken yol sağan. Yerde bir kırındışımız yazıptı mana o bul tevekkül diyen kırındışımız aşılanın kallasını jüyüp yol sağalla ba İstanbul'da şulanımı izleş gerek depti. Bu doğrusu men Allah kalsa eğer ula çıkışını kalsa ikram'a çıkıp şular bilen mi değilsek buludu. Rasulullah yolu saldı mı ya ki başkalar yolu saldı mı? Allah kalsa kelip zamanlarda o mu değildi. Bu millet iş nersini unutup kalmaydı. Kim demiş kıldı? Ben devamlık deyime meyli Hüseyin Tecelli, meyli İbrahim Damallah, meyli Seyit Tumtürk, Rabia Hanım Dolkunaysa Hidayetlacım kim bolsun nemiş kıygan bolsak sorusu buludu bu millet. Sorap sürüştü kılıp kim demiş kıldı, kim nem dedi, kim yol saldı, kim yoldan tostu. Bu hakkı, bu Uygurların hakkı inşallah. Şu yol sağallığının kelgisi zamanlarda bu millet herkes unutup kalmaydı. Hazırca hanım diyendek
jidalini jiqqinmay chiroyli ashularni qanday qilib qutqizib chiqamiz deganni o'ylashimiz kerak. Yo'lga sag'anlarni chiroyli shuningki to'g'risini qilib o'ziningki xotirjam uylarda mashinalarda yurmay shularni ichib chiqishga harakat qilish lozim. Biz bu ekran orqali shularga shuni deymiz. Bo'lmasa uningki jazosi ig'ir, ya'ni uningki so'riqi cho'ng bo'ladi deb o'ylayman men shaxsan. O'zlaridan Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı xizmət qılıbdılar. Allah xalqı kelmiş zamanlarda bu to'g'riliq yana bir ilgirlash bo'lib qolib qolsa yana ekranda bu to'g'risida deyishamiz Allah xalqı. Allah razı olsun. Ben ayadaki hemşirelik dediğim bir qancha qiz gapim bor, shunda devalay balkim ko'rganlar chiqadi buni. Xo'sh. Aşağıda 200 tal hemşire olgan bo'lsa, ular bir qanchaga bo'liniglikkan hozir. Qanday qilmoqson? Xo'sh. Ular Allah'sı bir, vatani bir, tili bir, dini bir olganlık için yanılam halifeden bir narsa kutmason. Ular beni yaman desimi karım yok benimki. Halife yok. Ben öz vaktidim diyen ular mamgat çaldım diyen Türkiye'de. Halife deydiğen narsa yok. Hemimiz halife diyenin manisi izbasar diyen gel. İzbasar, arkama arka gelip dünyanı güllendirdiğen bir insan diyen gel bu. Açıp sürüp bakar edik ki Beyt kâle rabbuke lil melâiketi inni câilü kilerdi halife şu. Bu halifini ular ili Bagdadi'ye, ili bununla bağlanmışsın. Onun da ümit yok. İkinciden ular aşağı köye eden bağlanmaz, 10 eden bağlanmazsa falan hanım, 3 tane hanım kandak kendisi, bu bundan kendi etken. 3 tane hanım kandak kendisi, bu bundan kendi etken. Aralarda bir şey inaklık, ittifaklık, dostluk, mehri şefkat dediğin neyse asasen yokken asallı fikirlerini hesaplanmaganda. Şuna başında bir ölüm alıp durvatkanlar, ölüm tehdidi alıp durvatkanlar, birisinin koyunu, birisini bağışlık etmesi lazım, birisini koltuk etmesi lazım, mehriban olması lazım, şefkat olması lazım, dost olması lazım. Hatta ki birisi cennet pilav kılımız hep bağlan bu ola. Çünkü bunlar şirayette hele ki hemmesi nefsi, meni kutkuz demey. Nöbette biz deydiğen nesini unutmaslık gerek. Fidakarlık ruhunu unutmaslık gerek. Zaten ulan o yer cennet hep bağlan bu. Şehadet hep bağlan bu. Ne mi de bugün gün gelen çağda işte bir kançı gülünür. Mihribanlık yok, şefkat, dost, samimiyet yok. Birisine falan kadar akidet olsa yaşlı bir şehadet yok. Uzaklısı bu fayda. Allah'ın rahmeti bulup kandan çağda geliyor degende samimi olsa, şefkat olsa, birisi kuyunsa, dost olsa, gülünmese, bir olsa aynı geliyor. Şuna benim bilgenlerim, köygenlerim, anıgallarım bu şunun ibaret. Ula elbette ki biz ular için yenivatınız. Varlık halkımız ular için vicdanının, şürkünün, kalbinin yenisine teşebbüs kılavatınız. Biz ular için yangan iken elbette ki ulamı biz için, birisi için yenisi. Vicdan asası erkek kızını kim kalbini kılma beni diye gitmiş. Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı mühim bir məsələni oturup qoyulan. Bu yerden ben şahsen şu yana bir xatolikning borligini his qildim. Şu diniy tarafdan albatta fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun deb millatni ayni vaqtida olimlar bunga yo'l ko'rsatgan. İstanbulda sizlar bor, boshqalar bor, Maqsum Hojim kimlar bor. Yo'l ko'rsatib u yerga bormanglar degan vaqtidami nurg'ullar ham shu olimlarningki gapiga ma'qul demay qolgan. Hozirmi ham sizmi bir o'zlariga tushliq shaklda o'qigan bir diniy olim patvoni olim berdi. Hargizmi u yerdagi kishilar bermaydi. Hozirning o'zida biz sir tutgan ulamolar tashkilotidagilar va sizlarga o'xshagan ulamolar yenib chiqinglar, asirlikdan qutulish harakat qilinglar deyotgan mezgilda siz deganlar nihoyat jiqson degan odamlar emas u yerda. Bir qismlari shu shundoq yana egizpas gap qilayotgan bo'lishi mumkin. Sizlar tövbe qilinglar deyman men shaxsan ularga. Mush olimlarning gibi bo'yicha minglar olimning keynidan mangsak inshaalloh jannatga kiramiz. Hozir ashadagi asirlarni qutulish, ashadan qutulib chiqish bu bizga nihoyat muhim bo'lib qoldi. Bizning ustimizga farz bo'lib qoldi. Buning uchun uning ichidami
yana xata shamol qo'zg'ab, yana qutulishni arzu qilmay, boshqa gap so'z qilayotganlar sizlar Allohdan qo'rqinglar. Her zaman alimlarning fatvosi bo'yicha minglar ulamo, ya'ni bizning ishimizdan chiqqan Uyg'ur tashkilotlaridan bo'lgan ulamolar tashkilotidagi ulamolardan fatvo olinglar. U yerdagi bugun yana men bu to'g'risida bir xabarni aniqladim. Ayni vaqtida shu Xalifaninki shu CIA tarafidan qurilganlik to'g'risidagi bir xabarni yaqinda Amerikaning ma'lum bir nihoyat ishonchli bir organdan yozib chiqibdi. Hatta ba'zilar deydi, Trump efendi degan bu gapni deydi, endi men uningki rost yolg'onligini isbotlaganmidim. Ya'ni shuningki Daeshninki CIA tarafidan qurilgan bu degandek masala bor ekan. Bu yerda islom musulmonlari qurib chiqqan bir ahvollarni biz shaxsan ko'rolmadik. Bunda bo'lganlik uchun, evet, xo'sh. Men ma to'g'risida gap aytib qoldim. Xo'sh. Men 2014'te Del muhacirlar vatandan çıkıvatkan çağda Mağrib Derneği'nin muavin başkanı Abdülahad Abdurrahman Efendim bilen 5 saatlik bir hicret programımız kıldım. Avazım var yok arkadaşlar? Avazır var. Bu hicret programımızda dedim ki negizini de halife emas. O halifeye beyat kılsanlar cahiliyet bölümünde yürüdü desenler İslam'a uygun emez. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'e Ali radıyallahu anhu beyat kılmayı ketken. Hazreti Fatıma beyat kılmayı ketken. Şuna silahının bu Ebu Bekir Bağdadiyan'la Ebu Bekir Sıddık'ın bu büyük emez diyen aslında diyendir. Bu bir. Dikkat. İkinciden silahının hazırki hicretinle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin hicret emez. Sizinle berbatkan Afganistan, Suriye ve Irak Medine emez. Üyadısını karşı edvatkallah ensar emez. Bunun için bu hicretinleri gene bir kadın tekşirunlar diyeniydi. Şunda diyenliğimiz için Abdülhakim Khan Mahsum'un maşinasının bir çarkı bıçak giretti. Benim maşinamın iki çarkı bıçak giretti naydı. Bu doğrudur rivayetteki. Şunasında yani demeyin ki Bunların hicreti, bunların ensar davatını Peygamberinin hicreti okşamaydı. Peygamber İslam'ın muhacirlerine o kütürağın çıkan ensarlar okşamaydı. Şunasında verdik kendisimiz ilazır siyasi cihette cennet gibi olanlık için emez. Bütün müzik iddiistin, dini cihetten kanaatlanıp, çekinip, yer tutuşarak insandaki bir muamele kıldığın, insandaki yaşaydığın muş bütün müzik gündeki yeni bir dünya, yeni insaniyetin yüzüge koşaraydıgan anıladın, perzetlerden buluş için yeni Türk'ün iddiasın, ötküsün teşebbüs kılına benim gapim bu. Allah razı olsun. Rahmet özlerine bu doğrusu Allah kalsa aldığımız zamanla diyene şu vatanda 2012'den tatip 2017'gacha bo'lgan shu yo'lninki davetini, hijratini, jihadini kim dedi, nima ish qildi, nim dedi, hammani shu ichkaranda men shaxsan qatnashib buni o'tirib qo'ymay, chunki hammalarning keyindan birdan fitna fasod gap so'zlar olib turdi. Hozir bir qarindishimiz yozibdi. Ochiq oshkora ismi bilan har qanday bir qarindishimiz chiqib bizlarni so'risi bo'ladi. Fikrini o'tirib qo'ysa bo'ladi. Biz mush ichkaranga chiqib biz ma tabliğni qilgan, ma gapni qilgan, ma gapni qilmagan, ma yo'lni ko'rsatgan, ma yo'lni ko'rsatmagan deb shaxsan mendan tatib mayli Ibrohim Damollamdan tatib mayli Abduqodir akamdan tatib hammalarni ichkaranga chiqib deysak bo'ldi, ammo keynimizdan ismsiz shaklda quruq gap bilan yoki fitna fasod bilan qilsanglar biz uni qabul qilmaymiz. Alloh xolsa shaxsan men Husayn Tajalli har qanday shaxs her qanday sual so'rasa, her qanday ishimni aniqlasa bo'ladi. Ichkaranga kelsa, men ichkaranda deyishimni hargizmi inkosda deyishmayman. Nimaning keynida, tomning keynida deyishmayman. Ismsiz, rasmsiz kishilar bilan deyishmayman. Har qanday kishiningki men to'g'riliq bir narsa bo'lib qolsa, ichkaranga kelib deyishsam bo'ladi. Men unga bu yerdan duolik bermay inshaalloh. Xo'sh, Alloh razı olsun o'zlaridan. Bo'ldi. Aldığımız zamanla yana Allah xalq bu to'g'riliq yana buni quyruqini qo'yib etmaymiz. Xalqimiz har bir ishni unutib qolmaydi. Har birimizning tanqidlisi bo'ldi, so'risi bo'ladi.
Ama keynimizden fitne kılışınlarga yol yok aziz qarindoshlar. Keynimizden fitne qilmanglar. Mana ikkiranğa mana naq meydan telefon qilinglar, ikkiranğa numarimiz turdi. İkkiranğa kelinglar o'tirib deyishimiz. Kim nim dedi? Hüseyin Tecelli nim dedi, İbrahim Damollam nim dedi, Abdulakim Maqsim Hacim nim dedi, Abduqadir Yapcan nim dedi. Hemmen deyishsek bo'ladi. Ama ikkirandan keyinde har qanday şekilde gap qilgan adamlarga shaxsan men javob bermayman. Çünkü biz Xitoyninki her gün hujum chiqayotgan adam gumonimizda buni Xitoyning adamniki deb o'ylab qoldik ekanmiz. Uning uchun ularga ziyonkashlik qilib qolmasligimiz, ya'ni ularga haqsizlik qilib qolmasligimiz uchun ikkiranğa kelib mana qanday gaping bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi, javob bera olamiz Alloh xohlasa. Bo'ladi, rahmat o'zingizga. Va alaykum assalom. Men hozir bir qarindoshimiz talab qildi. Biz bir o'tirdiki vosita. Nurg'un qarindoshlar bizni bir muxbir yoki bir axborot o'rni deb tushunishi mumkin. Bizningki qilayotgan xizmatimizdan birisi muxbirlik va axborotchilik, media. Ama biz xalq bilan tashkilotlar o'tirsidiki va rahbarlar o'tirsidiki bog'ni ulaydigan shaxslar har qanday so'zinglar, fikringlar, savolinglar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir bir qarindoshimiz yozibdi, Dunyo Uyg'ur qurultayining gapini anglab baqsaq, bu to'g'risida ko'chmanlarga mas'ul Mehmet To'xtini bir so'zni anglab baqsaq debdikan. Men hozir naq maydondan Dunyo Uyg'ur qurultayininki ko'chmanlar mas'uli Mehmet To'xta efendimga telefon qilaman. Bu kishininki so'zni anglab baqamiz inshaalloh. Yani Dünya Uyghur Qurultiyi bugungi shu ma'sum gunohsiz asrlar to'g'risida nim deydi yoki Mehmet To'xta efendim nim deydi, men so'zni anglab baqaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmet To'xta efendim, men naq maydondan uryapman. Qarindoshlarimiz meni anglab ko'rib turyapti. Agar sizning bir qancha minut vaqtlari bo'lsa, shu Suriyadagi ma'sum asrlarni qutqarilish to'g'risida Dünya Uyghur Qurultiyi yoki sizlar ko'chmanlarga mas'ul bo'lish sifatlari bilan qanday bir fikri bor, qanday bir yardım bor, sizning og'zingizdan anglab baqaylik telefon qilishim. Ko'p rahmat. Studiodagi qarindoshlarga, anglag'uchi qarindoshlarimizga menga oliy salomimni yo'llayman. Endi bu Suriyadagi qarindoshlarimiz nisbatan Dünya Uyg'ur Qurultayining nima qila oladigan yoki ko'chmanlar bo'limining nima qila oladigan bu ishlarni agar qila oladigan ish bo'lsa, bu davlatlar o'rtasidagi munosabat orqali bo'ldi. Shunglashqa buni bu yerda o'tchi maydonlarda deyishirgan gap emas. Xo'sh. Lekin endi Suriyada qarindoshlarning u yerdagi qiynalayotgan ba'zi videolar pat-pat jamoat bilan yuz ko'rishida dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarimiz ko'ngil bo'ladi. Bizning xabarimiz ba'zi andamında bo'lib qoldi. Ba'zi shaxsiy qarindoshlarimiz o'ziga xos ba'zi yo'llar bilan bularni qutuldirishga ba'zida pul to'playdigan yoki ba'zida mushaqqada bo'layotgan muzokaralar quloqimizga kirib qoldi. U hamda qarindoshlarimizning o'zlarining tirishchanligi. Ama teşkilatlar eğer bu işini qila oladigan bir yo'q bir yerdan tepilib qolsa, o davlatlar o'rtasidagi munosabat paranlashish, chunki o Suriya deganimizda hozir Suriya hukumati ham yo'q. Bu yerda Kurdlar bor, bu yerda Rossiya bor, bu yerda Amerika bor, yana bir jihatdan Turkiya bor, yana bir jihatdan Yevropa birligi bor. Kichikgina bir bölge degan bilan dunyodagi bir qancha kuch markazlarining va atrofdagi qo'shni davlatlarining bir sahnasi bu. Shunlashqa u yerdagi masala hamda bir qancha davlatlar o'rtasidagi har xil chigish munosabatlarga taqildigan shu qolgan bo'lg'achqa uni ya bir davlat bilan paranglashgan bilan yoki bir guruh bilan so'zlashgan bilan bo'ldigan ish emas. Chunki Suriyaning kontrolligidan chiqsa, Kurdlarning kontrolligi kiradi. Kurdlarning kontrolligi degan gap ham Amerikaning bir qismi, Rossiyaning kontrolligi degan gap. U yerdan ayrılsa Turkiyaning kontrolligi, chunki chegara bo'yida Turkiyaning bir tampon bölgesi bor. Shunlashqa u hali cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabat kichitiladi.
Yani bu yerde çoğun gap kılıp o Suriyada qarindoshlarımızga yalğan ümidni berip koyup ularni keyin ahirida ilqaro ijatdan ümitsizlik tushiradigan ahvoldan saqlanish kerak. Yani bunu özünün bu köçmenlerge mesul bolaş süpetleri bilen yani bunun bu nispeten qanday bir tedbir yoki bir amal ba bunu şahsiyetleri bilen bir cevap verip baksa şunu anlap bakalım. Ya onunla bizning bir amalimiz yok. Bu kurultayla emas hech qanday qo'yadi. Türkiye mi bir devlet bo'lish süpeti bilan kuchli bir askeri qo'shini bo'lish süpeti bilan aşağıda bir qadam olmoqchi bo'lsa, kuchli davlat bilan maslahatlashib oladi. O'shunlashqa dunyo Uyg'ur qurultayini emas har qanday Uyg'ur tashkilotining u yerda men bir ish qila olmayman degan bo'lsa, yolg'on gap qilgan bo'ldi. Yani hazır mesela şu benim bilişimde bir 70-80 kişininki kutulup çıkanlığı şu karayol, akyol degende bir yollar bilen, iktisat bilen. Bunun bir amal boluvatkanlığını biz görüvatımız. Bunun yok değil olmaydı. Yani bunun kesip itip etmişler. Ama ya benim degenim ben başladık koydum. Şahsiyle menvakka yolla bağ dedim. Bu üzerinin tutkan yolu ama Süleyman'a teşkilatnameden sorular. Hoş. Dünya Uyg'ur Qurultayı işgalimen ise bir teşkili organ bo'lgani uchun davlatlar bilan qildi. Davlatlar bilan qilganda yer 3-4 davlat kuchi bor. Bazı insanlarımız pul yolu bilan, AQSh yolu bilan, narxlı qarangı yollar bilan bunu qilaman yoki shu haqida pul toplayman deganlarni qullig'imiz ko'rdi. Lekin biz tashkilot bo'lish sifatimiz bilan bu ishlarga aralashadiga yada emas. Shunlashqa men deganim mal. Hoş. Yani bunu aslında men şahsen teşkilatlarım bunun aralışış gerek dep qarayman. Çünkü bu bir aralashmoqdek ishmi emas. Abay Rabia Hanım bir gapni dedi. Men bunu qayta tekrarlayayım çünkü men bu gapga butunlay qo'shilaman. Uyg'urlar Xitoy terrorizmining ve dünya terrorizmining ve men bunun qaytib qo'ydigan gapim ma'lum davlat terrorizmininki qurboni bo'lib ketganligini aniq bu yerda shu bizning ko'zimiz bor shu bu yerda. Milletning ko'zi bor. Kimning yo'liga sağganligini, kimning ishga chiqmaganligini, kimning o'ynab ketganligini bilamiz shu. Bu davlatlar bilan diplomatiyada buni shiraga tashlash shuncha qo'rqinchliqmi? Yani Amerikaga tashlash, Turkiyaga tashlash, Xitoyga tashlash. Yani qarab turib janubdagi bir yezidagi bir odamni tashkillab chiqib u yerga sog' salomat olib borgan bir davlatni shiraga qog'ozni tashlab sen bana ekeldin diyemem bu teşkilatlar. Yani ben başta degenimdek eğer şundan kılıdığa işler boğan taktırdımı bu bir yerde değilmeydi. Ben şunlaşka başta bu gapimni dep koydum. Eğer teşkilatlar aralışırga işip kalsa devletler bilen, o devletler bilen nimi kıldı, kaysı meselini kandak değişidi, bu meselini oturup koydum, koymadım bu qarindoshlarımızın, şu yerde qarindoshlarımızın menfaat için o değilge yeri kalıdığan gaplar, bunu opti sorunda değiştiğen gap emas. Şunlaşka mesela Dünya Uyg'ur Qurultayı şu Tayland turmusidan kaçkan qarindoshlarımız hazır mı yolmen alır? Ama bunu opti sorunda değişmeyimiz. Patlat edemleri da o yege, bazı işler buludu, her xil şekilde. Lekin o opti sorunda değildiğen gap emas. Hem de yeni birisi, şimdi Türkiye'nin hazırki ötkende Avrupa Birliği bilen yamanlaştı, bazı işler buldu. Biz mançılık adamını diyaştın tosap kaldık, diyaştın kirgen manç adamını tuttuk, turmadı adam. Türkiye'nin en yukarı hükümet ve devletinin beşideki insanların belgen bayanatlardan oldu. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti bu yerdeki insanlar için üyeden kayıt gelse kançılık bir kuşak kaçıdı. Mesela bu bağ. Yani bu insanların üyede yötkeşli meselesi emez. Bu teşkillik yötkelse, yani devletler arasındaki münasebetiyle el olsa, o aldı bilen şu neye görülüşü de o yapı değiş bulup kılıdığan gap. Eğer manda kalıqı adam bilmeydiğen bazı yollar bilen nifkan olsa, o ayrım mesele hem de. Şunlaşka bir yerde qarindoshlarımızga bo'lgan ko'z qarashda sizlar bizning ma insanlarımız manda qurbanti degan bergan bahorimiz bilan boshqalarning bergan bahori o'xshamaydi. Yani bizning nazarimizda unda bo'lgan bilan Fransiyadamiz nurg'un davlatlar o'zlarining fuqarolarini vatandoshlikdan chiqarib etdi. Yani devletler Amerika'ya çıkarıp etti, Almanya'dan dedi, Fransa devletlerini çıkarıp etti, Angliya çıkarıp etti, Angliya nurg'un devletlerin, Avrupa devletlerinin fuqarolari bor yerda. Şunlaşka bu mesele elektrikçinin yoki birisinin
Ben onda karamayman degenler olur, onda buldu kaçamaz. Ama ya da halkarada ve devletin bazı halkaralık siyasetini oynavatkan güç merkezleri var. Ben sizlere degende hatta Arap Birleşme Halifeliği var ve Suriye'de Katar var. Nurgun pullahi köşürüydü. Şonlaşka o yalnız Suriye'lam emez. Ben başta ötüp kettim. O yerde Rusya, o yerde Amerika, o yerde Türkiye, o yerde Avrupa Birliği, o yerde Katar okşaş, nurgun İsrail hatta. Nurgun devletlerinin oyan meydanı yok. Şonlaşka o birla devlet bilen bunda değişip ya ki buladigan işler emez. Her bir bölge için bir devlet bilen görüşüler. Yani şonlaşka o yerde deyilgen gepler ya ki kurultay neme kılıp da neme emez. Bunu optisi orunda deyilgen gep emez demek. Allah razı olsun. Şimdi bu mening o'tirib qo'yganlarim butunlay shaxsiy o'zimga xos narsa. Undan keyin shu vaqt kelganda shu biraz ziyon tortib qoldigan shular qolib qolsa, ayt deb qolmayli deb bu ba'zan masalalarni jamiyatda o'tirib qo'yib qo'ymasak bo'lmaydigan masalalar borganligini bir qancha qitimliq tajribadan sezdim-ku men shaxsan. Sezgandan ba'zi masalalarni uchun ancha-muncha chiqarib o'tib kelsak yaxshi bo'ldi ekan deb bu masalalarni sizdan so'radim. Menda bir ikki savol kelib qoldi. Buni sizdan qisqachalam so'ray. Biri mana yangi ma'qullangan qonunninki ular qanchalik foydasi bor debdi bir qarindoshimiz. Yana birisi Muştanga cevap verip tursa men savolni tepib olay. Mush ma'qullangan qonunning ularga bir foydasi bo'ladimi debdi. Hamda Amerikada ma'qullangan qonun birisi bizning vatandagi Uyg'urlar uchun munosabatli qonun. İkincisi Amerika vatandaşı yoki Amerikada mangulik o'ltiraqlish huquqiga ega qarindoshlarning vatandagi urug' tuqqanlarga munosabatli bu yerda qonunda modda bor. Endi konkretni aytganda bu qonunning asosli markazlashgan bir qancha nuqtasi bor. Birisi vatanimizdagi shu yuz berayotgan Xitoy zulmi yoki vatanimizdagi shu ichinishli tragediyalarga mas'ul Xitoy amaldorlarini jazolash haqidagi qonun. Yani birisi Amerika'nın şu vatanımızda olan vatanımızdan vaziyetiga nisbatan maxsus mayli tashqi ishlar ministerligi bo'lsin, mayli Oqsaroyda bo'lsin, adam belgilab her 3 ayda 6 ayda bir kongressga shu Uyg'urlarga nima bo'layotdi, mushuni doklat qilish haqida maxsus belgilim bor. Anadagi Xitoy hukumatining bo'libmi Amerika vatandashi va Amerika mangulik o'ltiraqlishiga ega Uyg'urlarning urug' tuqqanlariga nima qilyapti deganda bir qancha konkretli tarmoq var. Bundan başka umumizlik tarmoqlarda hamda umuman Xitoyning Uyg'urlarga olib borgan hozirgi ichinishlik zulmlari. Mushuning nisbatan ko'ngil bo'ladigan moddalar bor. Endi bu qonunning Suriyadagi Uyg'urlarga qanchalik foydasi bo'lmasligi o yani deganimdek o ayrim bir mesele. Suriyadagi Uyg'urlar meselesini ayrim bir meselede bekitish kerak. Çünkü yani bu sizlar turayotgan davlatlarda bu Suriyadagi yolg'iz Uyg'urlarimiz Suriyadagi masala qanday muzokara qilindi men bilmayman. Lekin Shimoliy Amerikada matbuotlarda hozir chiqma yizildi, Turkiyaning matbuotlaridan berildi. Suriyadagi bu o'yin yolg'iz qandaqdi u bir jihad degan gaplar aloqasi yo'q. O yerde bir qancha davlatning istixboroti o'ynagan bir o'yin. Islom davlatimiz buning ichidagi bir qalbaq o. Bu yerde İsrail'nin oyalları vardı, başkalarının oyalları vardı. Hatta Donald Trump saylandım burunlu İslam devleti Katarlık o teşkilatlarını Amerika kurdu dedi. Şonlaşka bu mesele bir yerde bir yalgandan bir neresi oturuğa çıktı. Bizden qarindoshlarimiz mı şu yalganın keyinden ketip kaldı o qarindoshlarni. Hazır biz ona demek asan. O onda kurban buldu, bunda kurban buldu. Lekin ular hiç kim qoraltanlab evetmedi uyaga. Özümüz aldık. Anadaki bazı insanlar aldı de, hatta Xitoyning istihbaroti aldı de, nim bo'lsin, ziyon tortdi dedilar, lekin ziyonning cho'ngini aşağıda tortdi. Nurg'un insonlarimiz, navqara yoshlarimiz hayotidan arindi. Mana hozir xonimlarimiz, narsili bolalarimiz shu yer sarson bo'lib yuridi. Yani qo'limizni uzatsak, qo'limiz yetadigan, putimizni uzatsak, putimiz kiradigan yer emas. Men deganda kuchli davlatning yoki ilchoqsiz bir rayonda qapsilib qolgan vaziyatda. Shunlashqa bu Suriyadagi Uyg'urlarning masalasini
ayrım bir mesele dep qarash kerak. Ammo bu qonun hamda umumyuzlik Xitoyga berilgan bir signal Uyg'urlarning haq-huquqini qo'llashda Uyg'urlarning yolg'iz emasligi, Xitoy hukumatining xohlagancha Uyg'urlarning bundoq aql olmas qiyin qisloq har xil tragediyalik shaklda Uyg'urlarning g'ururi bilan, diniy e'tiqodi, milliy kimligi bilan, mavjudligi bilan mundaq o'ynaverishning ko'z yumib turadigan bir ahvol emasligini Xitoyga signal berish jihatdan favqulodda muhim qonun. Rahmat. Meyli qanday bo'lsin, ularni qutqizib olishimiz bizningki majburiyatimiz deb tushunaman shaxsan men. İnşallah. Bu hammamizning majburiyati. Bu majburiyat masalasi emas bu yerda. Majburiyat jihatdan hammamizning majburiyati, ammo qo'limizdan nima keladi u imkoniyat masalasi bu. Ya'ni ba'zi ota-onalar va bolalarini qutqizish majburiyati. Sizin avaz üzülüp kaldı. Endi geldi avaz. Şu imkoniyatni yaratish kerak. Bundan eğer muş teşkilatla yani o mecburiyet deganlarni men tushunaman, lekin imkoniyat masalasini barimiz. Tushundim. Rahmat, bu to'g'risida inshaalloh hammaylar umid qilamiz. Şu mayli Dünya Uyg'ur qurultayi bo'lsin, mayli sizga o'xshagan shu qurultayninki ko'chmanlarga mas'ul bo'lishlar sifatlari bilan shu hemşehrilerimizni qutuldirish uchun albatta oshkora maxfiy shaklda harakat qilishinglarni butun xalqimiz umid qiladi, shaxsan biz umid qilamiz. Boshqa ketib qo'yadigan so'zlar bormi? Yo'q, ketib qo'yadigan boshqa so'zim yo'q. Studiyadagi qarindoshlarimizga va aziz xalqimizga tekrar salom. Rahmat o'zlariga, Alloh razı olsun. Allah rahmat. Aziz muhterem qarindoshlar, asirlarni qutuldirish uchun bir qancha tashkilotning boshliqlariga telefon qilyapmiz. Qildik, bir qanchadan o'ziniki ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Hozir Dünya Uyg'ur qurultayining ko'chmanlarga mas'uli Mehmet To'xta efendimning so'zini anglab o'tdinglar. Ve yana Siyitun Türk efendimga yana bir telefon qilay. Eğer bu qitim olinmasa, shundan bugungi programmamiz o'shada oyoqlashgan bo'lsin. Boshqa tashkilotlarning boshliqlari bilan men bu to'g'risida fikrni beqish uchun kunduzda kurashdim. Ammo ba'zilari bu yayınga, ya'ni bu naq maydon suhbatiga qatnashishni rad qilganlik uchun ba'zilarininki ish chiqib qoldi, ba'zilarininki uzrlari bor ekan. Shuning uchun asirlarni qutqizish masalasida faqat bugun shunchalik kishilarga bilan ko'rishish imkoniyatiga ega bo'ldik. Oldimiz zamonlarda degan davomli bularga besim jamoat fikri hosil qilib tuyuqsiz ularga bir ziyon zahmat yetib qolsa, keyin qahramon bo'lib chiqmasligini yuzsidan davomli bular bilan ko'rishib turamiz. Hech bo'lmaganda xalqimiz oldida biz bularning xizmatini qilyapmiz, ko'rishyapmiz. Xuddi Mehmet To'xta efendiga o'xshaydi, biz ba'zi gaplarni degilolmaydi degandek, hech bo'lmaganda ochiqlik berib turishi, ichkironlarga chiqib biz bu asirlar uchun yo'l mangimiz, yo'l mengyapmiz, ammo sizlarga deyishni xohlamaymiz desam gap tugaydi bu yerda. Cho'qim xalqimiz hammin deb birdan qiyg'a ishinglarda deb turolmaydi. Bu medianinki aloyidligi, mayli bu Amerika prezidenti olsun, mayli Rossiya prezidenti olsun, mayli Türkiye prezidenti olsun, her qanday bir fuqaroning qo'shiq og'rib qolsa, buning ochiqlik bayasi shuni chiqib Amerika prezidentining ochiqlik berdi butun dunyoga. Sening qo'shiqing og'rib qolibdi, mani yeb ziyon qilibdi debchi. Deyishlik bilan. Agar deyishlik bo'lmasa, darhol chiqib ma kishining qo'shiqi og'rib qolibdi, ammo men buning qo'shiqining og'irligini deyishni xohlamayman deb qo'yib chiqib ketdi. Bu bugungi dunyoning sunnati. Bu bugungi dunyoning yo'li. Buning uchun tashkilot boshliqlari, qarindoshlar her zaman xalqqa ochiqlik berishda, ichkironga kelishda keng qo'saqlik bilan kelib xalqimizga oshkora va yoshirin shaklda ma'lumot berib turishinglarni umid qilaman. Aziz muhtaram qarindoshlar, yana bir qarindoshimiz debdi, sizlarimizni bilishlarimiz oshkormaslik sizlar so'rab boshqa oshkorlar bo'lib berish kerak, ularga
ular baribir sizlarni sadoda oqat qalpoqni sizlarga keltirdi debdi. Bu bir qarindishimizning yana bir qarindishimizga yozgan xati ekan. Eng oxirida men shuni deyman. Ma'lum davlatlarning bizni sotganligi rost. Xitoy bilan ittifoqlashganligi rost. Dunyo terrorizmining qurboni bo'lib ketganligimiz rost. Mehmet To'xtapandim degandek bu yerda Isroiliya, Rossiya, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi, Iron, Iroq, bundan boshqa Turkiya, Amerika, bundan boshqa Fransiya bir qancha davlatlarning bu yerda manfaat bo'lganligi uchun bu yerga o'z vaqtida kim adam chaqadi, kim tashviqotini qildi, kim yo'l ichibdi. Hammasi aslında ochiq. Ama biz bunu bir yerde siyasi yolu bilen veya ki ijtimai besim bilen hal qilishimizga mecburumuz. Siyasi yol deganimiz ularga derhal sen mani yolu sağlantın, mani yolu içpegentın deyishimiz bu hata. Elbette ularga yalvurdigan tashkilotlar yalvurish kerak. Siz bizdek muhaliflar chiqib, yani bununla kishiniki aslini bildigan bularni qutuldirilish uchun ularga besim qilgan shaxslar chiqib, bularga bir qo'l qattiq, bir qo'l yumshoq siyosatni ishlatib, chiroyli qutqizilishini talab qilishimiz kerak. Chet elda mingdan ortiq farzandimiz kelgusininki Sharq Turkiston mujohidlari shu yerda yashayotdi. Ular bizning farzandlarimiz, ular bizning kelgusi tayanch jangchilarimiz. Ularni qurib qolsak, bizning Sharq Turkiston da'vosidagi, Sharq Turkiston mustaqilligidagi cho'ng bir tayanch jangchilardan qurib qolamiz. Onun uchun ularni jiddiy qutqizish butun tashkilotlarning majburiyati, rahbarlarning majburiyati va aktivlarning majburiyati, butun xalqimizning mas'uliyati. Shuning uchun qo'rqaydigan tashkilotlar albatta ularga u gapni desak xato bo'ldi, chunki ular qo'rqmaymiz deydi. Diqqat bilan yalvuradigan tashkilotlarimiz bo'lishi kerak. Qaysi davlat hukumatlariga, Amerika hukumatiga, Turkiya hukumatiga, Yevropa hukumatlariga yalvurib turib ularni qutuldirishimiz kerak. Yalvurmaydiganlarimiz ayni vaqtida sen bizni qurbon qilib o'tganding, sen shu yerga adam sog'anding, sen bunda qilganding deb ikki tarafdan qistab bu yerdagi qo'llanishga tegishli haramlan bo'lmagan vositalarni qo'llanib bularni qat'iyan qutuldirilish bizning ustimizga farz. Chunki ular u yerda ish ko'rmagan kunni ko'ryotdi, ularga ish o'rgatishimiz kerak. Ular bizning qarindoshlarimiz. Har qanday banoyi sabablarni qo'yib bularni qutuldirilishini maqsad qilishimiz kerak va balkim bu yo'lda fidokorlar chiqishi va ma'lum kishilar bundan qurbon bo'lib ketishi mumkin, ba'zilar turmush kirib ketishi mumkin. Mesela ba'zan davlatlar bizning studiyalarimiz bu gapni bo'lganligini anglasa, studiyalarimizni taqotish mumkin agar qonun qilib gap qilgan bo'lsak. Ammo maqsad u ma'sum insonlarni qutuldirilishi bo'lganligi uchun bu yerda qurbon berishga to'g'ri keldi. Bizdek shaxslar, studiyalar, tashkilotlar, Ali Akbar Damollon bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, shaxslar chiqib bu yerda majburan bu xizmatni qilishga majbur. Qo'limizdan kelmaydi yoki bizning kuchimiz yetmaydi degan narsa bilan biz bu ishdan to'xtab qolmaymiz albatta. Nima uchun bu masalani eng oxirida shundayman. Bu ikkilanib olib chiqdinglar. Nima uchun ikkilanib olib chiqish zaruriy tug'ilib qoldi desa, ikkilanib olib chiqmay nurg'un ishimizda setilib ketib qoldik. Men bundan qo'rqdim shaxsan. Ikkilanib olib chiqmay aytgan shularni ketib qolib qolsa yoki boshqa o'yinga ketib qolib qolsa, voy anda qilgandik, voy manda qilgandik, manda yo'l mangandik degan tashkilotlar qarog'i kelib qoladi, tuhmat qilib qoladi. Bunun uchun shu tashkilotlar chiqib bu yerda ochiqlanmasin, rahbarlar so'zlasin, qilayotgan ishini desin, maxfiy tarafini Mehmet To'xtaga o'xshash deyishni xohlamaymiz, buni diz tugaydi-ku. Bunun uchun bu yerga kirib keldik. O'rta Osiyo voqeasida nurg'un qarindishimizni ziyon tortdik, Afg'oniston voqeasida ziyon tortdik. Yetarlik media organlarimiz bo'lmaganligi uchun, besim qilinmaganligi uchun tashkilotlarga, rahbarlarga, davlatlarga bugun u o'yinga biz kelmaymiz. Biz vaqtga tashkilotga va rahbarlikka besim qilamiz, ikramimiz orqali va davlatlarga besim qila olamiz. Bugun chiroyliqcha bularga deymiz, shaxsan men deyman, chiroyliqcha asarlarni qutuldiruvinglar. Pardaqs programmasining 4-chi qismining eng oxirida deb qo'ydik. Sharq Turkistonning millionlarcha mablag'ga Xitoy setyapti dunyoga. Shu mablag'ning kichikkina zakatini olib, shu asarlarni qutuldirib qiling deymiz.
Agar uningdan qutuldirib qolmasanglar, gapning chiroyli qilma, uningdan qutuldirib qolmasanglar, sizlarningki bizni qurbon qilib o'tganliklaringlarni butun dunyoga oshkorlaymiz, NATOga oshkorlaymiz, dunyo sotiga oshkorlaymiz, xalqaro sotga, Birleşmiş Milletlerga deymiz, butun insoniyatga deymiz. Uyg'ur xalqini necha ming odamning ashak berib o'lishiga va yo'lga silinishiga, u yerda Xitoy qaytarilishiga, ayni Roji Muhayyamdan necha oyli qaytarilibdi. Buning jazosini biz chekishimiz mumkin. Biz mas'ul bularga. Qaytarilishiga sizlar sababchi bo'ldinglar. 2014-yil Manchinayining Manchunj kunisi, 2016-yil Manchinayining Manchunj kunisi, 2017-yil Manchinayining Manchunj kunisi miyadin manchilak adam mashina bilan miyaga mangdi. Manchilak adam Palaniyada Zeytinburnuda, Pokoniyada, Maviyda tug'an. Bularningki manchisi Maviyolga ketdi, manchisi Daeshga ketdi, manchisi boshqa yerga ketdi deb buni biz deyolamiz. Bu orqali ikki tarafdan xizmat qilib qandoqligi bo'lsin bu qarindoshlarni qutqizilish bizning vazifamiz va xalq ommasiningki, yoshlarimizning, puldorlarimizninki jiddiy tadbir qo'llanib, mayli shaxsiy aloqalasin, mayli aloqalashayotgan kishilar bilan ko'rishsin. Bularning bir odam bo'lsin mishadan qutuldirib olishimiz Sur Maidaninki 32-oyatiga asosan bir insonni o'limdan qutuldirib olsak, bütün insonlarni qutuldirib olganda o'xshash bo'lamiz. Buni Alloh degan. Alloh Qur'oni Karimda kim bir odamni o'limdan qutuldirib olsa, u bütün insoniyatni qutuldirib oladi bo'ladi degan. Biz umuman qaramasaqmi, ashning ichidagi bir qarindishimiz qutulib qolsa, bütün insoniyat qutulib qoladi degan niyat maqsad bilan ularga bir yo'l men paqila inshaalloh Alloh menga ajr bersin. İnsaniyat dunyosimi ham bu haqiqatni tushunsinki, Xitoyninki bizni aldab, chegirdan qush uçmaydigan bir Xitoy 2013-2010-yilgacha Uyg'urlarga pasport vermay, hechak mang'uzmagan Xitoy jiddiy bir shaklda o'ylargich pasportni kirib berib, vatanning ichida jiddiy harakatlarni qilib, adam tashkillab, Vietnam, Kambodja, Tayland, Malayziya, Türkiye orqali nurg'un davlatlarning istixborotlarini setib olib, birlashib, aşağıya kirib, nurg'un qarindoshlarimizni tiqib etdi Xitoy. Va bugun asr uchishga majbur bo'ldi. Buning ichida nurg'un davlatlarning qo'li bor. Bu davlatlarga biz yolvoramiz, chiroyliqcha u asrlarni, u gunohsizlarni qutuldirib olinglar. Bo'lmasa, sizlar o'zinglar tashkillagan ekansizlar. Bu tarixga yoziladi, kitoblarimizga yoziladi. Uyg'ur xalqini aldab, aşağıya vayronchilikqa yo'l solgan bu haqiqatni, bu bo'lgan ishni insoniyat tarixiga qoldirib qo'yamiz. Bundan boshqa ma'lumimiz yo'q. Bizningki iti-miti, voy xinim, voy xo'jam, voy sizni o'zlari deydigan zamonimiz ketdi. Bizning hozir qattiq gap bo'lsa qattiq gap bilan, yumshoq gap bo'lsa yumshoq gap bilan, vaqtga qurol bilan har bir jinimizni, har bir Sharq Turkistonlikni qutuldirib olish zamonimiz keldi. Quruq gap qilib Uyg'uriston quramdiq, Sharq Turkiston quramdiq, Uyg'uriston deb atamdiq, Sharq Turkiston deb atamdiq deb quruq gapchilar sizlarmi ash asrni, ashu bir hamshiramni, ashu bir farzandimni, mingdan ortiq kichik bolamiz bor ekan. Ash farzandimni birini qutuldirib olsak nima bo'ladi degan gapga qartanglar munozaranglarni. Mayli üst birlik qurg'uvchilar, mayli asti birlik qurg'uvchilar, mayli xalqaro tashkilotlar birligi qurg'uvchilar, mayli davlat tashkilotlar birligi qurg'uvchilar, mayli partiya qurg'uvchilar bugun nazariyani bozorga solmay, bir odamni qutuldirib oladi. Nazariya bekjiq hozir. Hozir menga bir kecha vaqt bersanglar, nechta qurilgan davlatlarning nazariyasini yozib chiqa olayman va so'zlayalayman. Ammo hozirgi gap qilish zamoni emas, hozir ish qilish zamoni. Shuning aşağıda qarindoshlarimizni qutuldirib olaylik qarindoshlar. Nazariyani az so'zlayli, amaliyotni jiq qilayli. Mayli shaxsiy, mayli o'qchi, mayli tashkilotlar siyosiy va ijtimoiy yo'l bilan yaxshi gap, siyliq gap, yolvurish va qattiq gap, bisim, tahdidlar bilan bu qarindoshlarimizni qutuldirib olishimiz kerak. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Oldimiz zamonda degan davomli bo'shni qo'yib bermaymiz. Zinnatkul Tursun voqeasini davomli o'tirib chiqamiz. Chunki yana bir Zinnatkul Tursun voqeasi chiqdi. Tarix takrorlandi. Azaldan tarix takrorlangan. Bir ish shundan diqqat qilmasak, aytish shu ishning o'qish yuz bergan. Afg'oniston masalasiga diqqat qilmabdik, Suriya masalasi chiqdi.
bundan keyin yana ziyon tortib qolmasligimiz uchun davomli ekranga kelib, davomli millatga eslatib, kelgusida to'g'ri va bexatar planlarimizni amalga oshirish uchun biz bu şekilde hareketlerni ilib boramiz qarindoshlar. Hamma oldin Allah razı olsun. Buni bütün Uyg'urlarga yetkazish uchun hambarlash ko'nikmasini besib qo'ysanglar, ajri o'zinglarga bo'ladi. Allah sizlarga ko'p ajr